Assalamu alaikum Adil Abdulg'afur aka. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Mening taklifimni qabul qilib kelganingiz uchun ko'p rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Oldi bilan o'zingizning hayot to'g'riliq qisqacha ma'lumot berishingiz so'rayman. Alloh rahmat qilsin, albatta. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Vel aqibatu lil muttaqin. As-salatu was-salamu ala rasulih Muhammadin alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Türkiye'ye hoş geldiniz. Allah size rahmet kılsın. Kelip hem de siz ve sizdeki aileniz ve şundaki birbirli qarindaşlarınki uzundan beri Türkiye'ye kelip men sebeplik şu vatanın ahvalını umumuzda egallash uchun jiq qarindoshlarimiz men bilan uchrashgan bo'ldi. Shularning birisi muhim birlardan biri sizlar bo'ldim. Xush bo'ldim. Alloh rahmat qilsin. Hamda bildirdik Xitoyning zulmini va Xitoyning turmalarida zulm chekkan qarindoshlarimiz ve ulardan bir soğan men, yani shuningdek minglagan qarindoshimiz Turkiyada bor. Bulardan shu Xitoyning hozirgi Uyg'ur xalqiga qilayotgan zo'rliqlarni har birlaridagi qarindoshlarimizdagi ko'plab buni muyda qazib chiqib dunyoga anglitib, butun dunyo xalqiga Xitoyning bu qonliq siyosatining hozir ham maxfiy davom qilayotganligidagi bir ahvolni dunyoga tunutish bu intayin muhim. Xizmatingizga Alloh ko'p rahmat qilsin, utuq bersin tilayman. Ben özümün hayatıga kelsem, mening hayotim o kadar bir alaydı bir sizdeki muxbir qizlarimiz yoki boshqa qarindoshlar kelib alaydı bunu bir program ishlab bir dunyo anlatqidagi alaydı bir ta'sir hayotim yo'q. Ama bugün günde Türkiye'de Şarkı Türkistan'da zulüm çekip atkan milyonlagan adamның birisi bo'lganligim uchun şu zulüm çeken kişilerin içinde bu Türkiye'ye kelgen bir adam bo'lganligim uchun bu narsalarni o'tirg'a chiqib qoldim. Hem de shunday o'zim qarindoshlarimizning va butun dunyo xalqining adolatini, insonning kishilik haq huquqi va erkinlikni insoniyatga bag'ishlaydigan va buni qo'llaydigan keng dunyo xalq insoniyatining bu narxi anglishi intayin muhim deb qarayman. Shu bu xizmatga qo'limdan kelishicha yordam qilaman. Alhamdulillah, Allohga shukr. Mening hayotimni so'rasangiz, men hozir 50 yoshga kirdim, 66 tug'ilgan. Endi mening ismim mesela Adil Abdug'afur. Qarasak Adil Bey deb ataydi ekan cho'ng bo'lsam. Biz yani yuqorida degandek shu Qashqar viloyatining Feyzobod noyisidan bo'laman. Qizilboy yesidaymiz. Mening ata ajdadim, yani azroq tarixga baksak 1840-yillarda yana Çar padişah, yani Rus tajovuzchilari Orta Osiyoga tajovuz qilib kirdi. Yani 1840-yillarda yani Çar padişah Nikolay deb qo'ygan bir Rusning oktyabr inqilobidan burungi bir feodal bir hokimiyatlari bo'lgan. Xitoydagi Menchang zamonidagi bular şu Orta Osiyoga tajovuz qilib kirgan vaqtda Samarqand, Buxoro, Anjan, Namangan, Farg'on, Qo'qon degandek shu bugungi O'zbekiston va Qirg'iziston zaminlarini Xitoy besib olgan vaqtida, yani şu 1840-yillarda mening ata ajdadim Rusga qarshi, Rusning tajovuzchilig'iga qarshi Samarqand, Buxoro zaminlarida Toshkentda cho'ng bir jihodiy harakat qilib nurg'un odamlar shu yerda shahid bo'lib 1840-yillarda Qashqarga hijrat qilib borgan bir ajdodlarning bir naslidan men hamda. Demek şu Rusning qo'lida bu qadar xorlanib, cho'ng bir to'qinishlarda, cho'ng bir urushlarga qatnashib, hamda jiq adam qirilib, oxiri tankilanmay Qashqarga hijrat qilib berib, u yerda yerlashib, u yerga borgandan keyin 1840-yillardan ta bugungi kungacha baqsaq 1884 Sharq Turkiston Xitoyning ilgiriki Gomindangdan burungi Menchang, yani Qing sulolasiniki yani Türkistan'ı ikinci qatim besib kirgan Zozongtang'ningki ishg'oliyatiga kirdi. Shu
Şu Zongtang zamanından ta bugünkü kadar Mençin hükümeti ya Gomindang hükümeti hazırki Xitay komünistleri 130 yıl oldu. 1884'ten tatıp vatanımız Şarkı Türkistan'ın ismi Şinjan deb özgertildi şu Xitaylar tarafından, Moğol tarafından. Şu 100 yıllık tarihten beri Samarkand, Özbekistan zamanında olsun, bel Türkistan zamanında olsun, Şarkı Türkistan zamanında olsun, Rus ve Xitay'dan çoğun azarlarını yep, Xitay bilen, Rus bilen küreş kılıp kelgen bir ecdatının bir atalarının evladıdım ben. Perzentleri iken bu üzerinden tarihe baksam. Yani benim ismim Adilbek deydi. Dadamның ismi Abdug'ufur Hacı Zergen deydi. Abdug'ufur Hacı Zergen'in dadısı Kasımbek Zergen. Kasımbek Zergen'in dadısı Hüseyinbek Zergen. Dadısı Türbek Zergen. Bunlar şu 150-200 yıldan beri Rus'a ve Xitay'a kaldık karşıya durup kelgen bir Orta Asya'daki Türkiye yani Özbek ve Uygur'dan ibaret Türkiye milletlerinin baş merkezi yıldızı olan bir kavimden ikelligimni bilimen tarixtemdi. Endi bu Özbek Uygur degan gap tarixninki milletlerning o'zgarishi bilan muyda 5-2000 yillardan beri qo'yilib qolgan ism. Asli atsak bu Orta Asya bütün Türkistan tuproqlari yani Altay Türk til sistemasi deydi. Ama şu Anadolu'dan tatip ta şu bizning Qumul hazır Xitayning chegaralariga bag'acha bu bir tuproq, bir madaniyat, bir til, bir e'tiqod, bir madaniyat çemberik astidagi bir millet biz, bütün Türk milletleri. Hem demek şu Qashqarda mushkildagi bir avlodning, ajdodninki naslidan qilib men şu Qashqarda ben Payzvatni tug'ilib 1966 tug'ilib aqlimga kelsam mening onamninki dadamning ota-onasi çok yer zaminlik adamlar olab Gomindang yani Xitoyninki oldin hokimiyati kelib bo'ldi. 1949 Şarkı Türkistan'da Xitay işgal kıldı komünistler. 53 yılı birinci 5 yıllık planını yürgüzdükte bütün 58 yılı 56 yıla kadar yer ıslahatı icari kemiyet işte bütün baylağının yerlerini tatip edip zeminlerini, iktisatlarını tatış arkalıkta mening anamning ve dadamning ata-onasining jiq yer zeminlari bo'lib, bu ya kimning desa, bu ya mening deganning hamma etizning beshida etib Xitoy hokimiyati shu qatorda mening anamning ata-onasini etib ketgan. Bu zaman uning necha ming bu teriydigan yerlari bor ekan. Shu 35 bo'lni shu urib o'ltirgan ya o'ltirib ekandigan mening anam mening qarindoshlari bilan kichik qilib, ondan dadam bilan to'ylashib şu 58 yıllarda şu anamızın dadamızın Pumuçik Baydayxan deb bağlab eşkitip urup şu kendi şu 58'den tatıp 60-70 yıllargacha 20 yıl medeniyet inqilabı oldu ya. Bu 20 yıllık medeniyet inqilabının bu qalliq bastırış bu milletni zor zulüm asadı bu kadarlıqı kırıp yo'qotishdak Xitoyning çoğu bizden eysaq qimnisi biladi buni bizdeki çoğunluğu maddi, manevi jarki barliq madaniyatimizni çoğun qirg'in qilib Xitoy masjid medresemizni chaqib ulama ustozlarimizni turmaga ilib o'ltirib yo'qotib degandek bütün Uyg'urning maddi ve manevi madaniyat mavjudligi bütün mavjudligini umumidan butkul yo'qotish uchun bütün qo'ldan keladigan bütün yovuzlikni qilgan bir zaman biz yashagan davr. Bu zamanda men yana 66 yılı men tug'ilganligim. Men tug'ilgan vaqtda şu ota-onamiz yani şu Xitoyning şu zo'migar ve Pumuçik deb zulm qilib atigi saat echkitib qo'llarini bog'lab yezimi yezda yutmishib so'rab yurib urib yurgan vaqtda bizga uyda qaraydigan odam yo'q. Ham ochachlikda jiq odamning o'lib ketganini bilmayman şu mezgilda. Şu mezgilda men qaraydigan odam yo'q. Uyga o't ketib men beshik bilan birga kuyab öpsün gümürlep düşüp qalgan vaqt ondan jiraqdan adamlar bu o'tkazib deb kelib o'tni o'chirib qalgan vaqtda men bu eshikda put qo'lab işte kuyib tikanmish azalarim. Bu onishning yaldamlari. Ba'zi qarindoshlar buni nerede kuygan degandek so'rab qo'ydi. Demak bu yana şu Xitoy kommunist aşı mavzudan zalim küfrning Türkistan'a besib kirib xalqimizni Türkistan Uygur musulmonlarini 1949 yıldan tatip en zulüm uşuğu çıkan devri 1980 yılgacha olgan. Ama şu 30 yıl jarayonida
eğer kırgın kılgan, bizden bunu çoğunluğundan bildi. Şu mezgilde toğulup çoğun olganlığımız için biz Xitayninki Uyghur halkıga, yani bu Şarkı Türkistan'daki Müslümanlığa, yani bizden dinimizge, tilimizge, yazgımızge, özümüzün veya bir ortak bir Müslüman millet olup turup yaşaştık, bir mevcutluğumuzun bir bütün yok kılış için Xitay koludan keldiğen barlık ılkı eski yavuzluğunu kırgın ele bağan bu 30 yıl jarayanda. Hem de şu jarayanda hem de ben aklıma kelip anan dep hem de aşnanını, yaxşı yamanını pəqitib, əqlimizə kəlgən vaxtı Xitayның zulmünün içində üsüb yetilib atqanlığımızı his qıldıq həmdə. O çağdılıqı Latin yazığı 1966 toğulğan bolsam 71-ci ildə mən məktəbə kiribdim. Mən şu Latin yazığını ögütüdikən şu çağdı. 71-ci ildə 80-ci ilgəcə 78-ci ilgəcə 8-10 yıl şu Latin yazıqda okuğan buldum. Andızda 82 yıllarda özümüzden Uyghur til yazığımızını biraz vaxtı Xitayның siyasatı boşap her adam özününki her qandaq millet özünün ilqi medeniyetinde, öz tilide öz medeniyetlerini namayan qilish için bir xil siyasat azraq boşuğan buluş varlıqda biz Uygurlarınki edebiyat sahasında nurgun kitaplar yazılgan boldu. Mesela şu mezgilde Muhammed Salih Damullam'ınki Kur'an-ı Kerim tercümesi tunca qatim çıkışı ondan keyin Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ınki tercümalı degendek ondan başka yani bizden Kutadığı bilik Türk tilleri divan qatarlıq Tarihi Hamediye, Reşidiye, Emniye degan kitaplar o'ltirib chiqdi. Shuni bilan 85-yilga kelgan vaqtda resmi Uyg'ur adabiyot sohasidan tanishgan bo'ldim. Ham o'zligimdan ham 82-yildan 90-yilga qadar 8-10 yil yurtda bir madrasa o'qigan bo'ldim. Ham shu oraliqda biraz tarixni bir yaxshi ko'rib tarix qiziq ishlar turg'un almasninki Uyg'urlar degan kitobga tunji qatim qo'lamga chiqqan bo'ldi. Ondan buning bilan Uyg'urlarninki shundaq dunyo musulmonlarining o'rtasidagi turkiy millatlarning tarixiga bir qiziqib ketib qoldim. Tarix kirib ketdim. Madrasada o'qigan vaqtlarimda mening hujramda 10 paj kitob bo'lsa, 5si arabcha kitob bo'lsa, dars kitobim 10 pajsi tarix, falsafa kitoblar bo'lib qoldi. Şunun bilan bu coğrafya, bu Uyg'urlar o'tiraqlashgan bu Sharq Turkistondan iborat bu coğrafyaninki bu millatning bu rayonninki o'tmishiga biroz qattiq jiddiy qiziqib qoldimda. Qiziqishdan cho'qim buni qiziqishdan alqib, cho'qim o'qimasam bilmasak bo'lmaydi ekan degan yaga yetdik. Tarixning muhimligini tushundim. Shu oraliqda ondan Marif Polo'nun Sayat Xatirisi degan bir kitap qo'llanib chiqib qoldi. Shundan bilan dunyoning umumiy jo'g'rafiya ahvoli, anikin bu bizning O'rta Osiyo, yani bütün Türkistan, Türkiye milletlerinin, yani Uyg'urlarning, O'zbeklarning, bu Anadolu'dagi bu Türkiye Türkleri bilan bizning hissiyati, umumiy milliy jihatdan bizning tarixdan biri İslam'dan burun mu? Mesela 4-5 ming yıllardan beri ta bugünkü kadar İslam'dan keyin ve İslam'dan burun mu? Biz ortak bir hissiyatta yaşayan bir millet ekanligimizdek bu tarixning arx ko'rinishlari biroz bizga ta'sir qildi. Shuning bilan hamda bu yerda yani yig'ib qo'ysak Turkiy millatlari O'rta Osiyo, Turkiston tuproqlarida qachon bosh ko'tarsa, Rus bilan Xitoyninki har qachon bu millatni bostirib kelganlik. Masalan bizningki uni keyin so'zlaymiz. 1933-yildagi Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetimiz, 44-yildagi Cumhuriyetimiz, undan keyingi mushu Zozongtang ishg'oliyatidan da bugunga qadar biz har qachon O'rta Osiyoda, yani Sharq Turkistonda Uyg'urning ozodligi, yani milliy mustaqilligi, islomiy ozodligi haqida qanday bir harakatni qilsak, Xitoy bilan Rus har qachon birlikda bahs so'g'anligidek bu bir fojiani tarixdan bildik. Shuning bilan bu men o'zim shundaq bir yetilibla 85-yillarda o'tirg'i chiqib qoldim endi. Shu orqali 85-yillarda o'tirg'i chiqib ancha-muncha bir narsa yozadigan bo'lib qoldim. Mening ba'zi vaqtda normalda jamiyat adil ishan deb ataydi. Bizningki yani bu ahli tasavvuf, yani
islom aqimida shu islom dinimiz musulmonlar ichida yana tasavvuf deydigan bir aqim bor. Bu bizningki O'rta Osiyo va Turkiston tuproqlariga cho'ng bir singib kirgan bir fikriy aqim. Biz buning aqimiga buning ta'siriga ushlamay qolmadim men. Shu orliqda buningda Ahmad Yasavi, Babarayim Mashrab, Alisher Navoiy, Abdullah Xarabat deydigan bizning büyük alimlerimiz var. O'rta asr 15 asr yaşaganlar. Bularning kitoblari hozirgi Turkiyada alayda büyük bir ustoz deb sanılayotgan tarixdagi Jaloliddin Rumi qatorliq Şemseddin Tabrizi deydigan keyin ondan bu ustozlarninki tarixdagi bu klassik olimlarning tarixi fikri din va aqida hayot haqida ko'z qarashlariga uchragandan keyin bu shu sababdan ahli tasavvuf aqimiga biroz buning ta'siriga uchragan bo'ldim. Bu masala asli tagidan bir saq bir durust bir yo'l ekan, ammo keyingi har narsaning buzuqtirib bo'lgandek bu malqi keyinchi nadon ilimsiz odamning qo'li qilib biroz chiriklashgan bir uqum maydonga kelib ekan. Shu orliqda men hamda 85-yillarda 84 madrasaga berib 90-yilgacha 6-7 yil hamda yana bir bizden Feyzvat Naisi'ninki Şabdul Yesid Abdülkadir Damallam deydigan ustozimiz bo'lgan. Buning qo'lida bu kishining qishida bir 6-7 yil bir diniy ilm tahsil qilgan bo'ldim. Shu orqali qo'limga qalam olib tunji qatim 88-yilda bir she'r yozgan bo'ldim. Mush kommunizmni sökep hamda. Buning og'irligini unutib ketibdim. Asosan mush marksizm va leninizmni, Darwinni sökep bularning shu Allohni inkor qiladigan bizning tuproqlarimizda bizning farzandlarimizni Xitoy ishg'oliyatidan, Xitoy kommunist ishg'oliyatidan bugunga qadar Allohni inkor qiladigan, Alloh yo'q, Maymundan turalgan, islomga itoat qilishga bo'lmaydi degandek bu xil bir botil tashviqotiningki ta'sirida o'smirlarimizning yashayotganligini, Xitoyning ana o'quvlarida, boshlang'ich to'liq suluv o'tirlarida o'qiyotganligini his qilib, men bundan qattiq taqat qilolmadim. Shu mezgilda yozgan she'r Azdurup ellerini Avrupa ilidin bir canap, bir payan ken kainat asman zamanı bir qarab, ushbu alemni yaratgan yok ezeldin deb qavab, fitne efsani tarassa qubul qilgan Uyg'urlar. Aslimiz tuproq emeski belki maymundan kelib, ademiy insonga o'zgardik kabi gaplar setib, deb Marksning quruq falsafasini shu qadar qabul qilib jiq Uyg'urlarninki, hatto o'zbeklarning ko'p Uyg'urlarning kommunist bo'lib dindan yiroqlashib biz 1000 yillar Sultan Buğraxon davlat atamizning zamonida 1000 yil islom aqidasi, islom ma'rifatlari, islom bilimlari, madrasalar, masalan Buxoro madrasasi deymiz, Qashqardagi Xalq madras, Sochi madras, Saqi madras deymiz. Bu qadar katta madrasalar qurilib, Yarken Saydiyaxon zamonlaridan tortib bu 1000 yillik islom tarixida islomning eng ilm ma'rifatining bosh markazi beshi bo'lib hisoblanib va tasvirlanib kelgan bu Samarqand, Buxoro, Qashqar qatorliq bu rayonlarda bugungi kommunist Xitoyning, ya'ni Marksninki bu botil falsafasining o'tiriga chiqib, bizning bolalarimizni dinsizlashtirish, islomdan yiroqlashtirish bir xil qo'rq falsafaning o'tiriga chiqishi menga og'ir ta'sir qilgan. Shu vaqtda bu o'tiriga chiqib Xitoyga qarshi bu she'r yozgan bo'ldim. 88-yili meni tutib turmoq tashladi. Ana turmadan 2 oy yetib chiqdim. O bir şiir olgan, andan keyin turmadan chiqib, andan ishga yotgandan keyin rasmiy Xitoyga qarshi bir alayda bir fikri tashviqot sohasi o'tgan bo'ldim. Ana 89-yillarga qadam qo'ygan vaqtda, 90-yillarda o bizning Turkiston tuproqlarida qag'iliqda u ham yana cho'ng ilmlar, cho'ng o'qilayotgan bir vaqt barin inqilob o'rtaga chiqishlar butun Turkistondagi ilm ma'rifat to'xtadi. Bizning diniy madrasamiz palak tushdi. Mening shu chaqda o'qishga bo'lgan biz o'rgangan tasavvufning qasidalarida Abudning 1000 yillik ibadatidan talibning bir soat dars afzal degandek bir qafila bor ekan. Biz kecha kunduz Allohga ibodat qilib, zikr tasbih aytib tasavvuf so'pi ishon bo'lib dunyo yozgandan biz
alim olab, ulema olab, bütün dünyadaki tabi ve ictimai fen ilimlerini mükemmel öğrenip, biz maddi ve manevi cihetten mutlak zor küçüyüp, dünyadan ahireti üstün bulmasak bulmaydıqanlığı bulup mu, bu dünyadaki İslam'ın düşmanlarına, milletinin düşmanlarına, vatanın düşmanlarına beraber bir maddi güç hasıl kılmasak bulmaydıqandaki bir hakikaten tanıp yetkenden keyin, andan çoğun bu ilimni kengaytip, tekemi yükseldirip, tekemi yukarı okuşumuz gerek degan niyet bilen 89-yılda chet elga chiqib o'qiyman degandek niyet keldim. O mezgilde Xitoydan turmuş bir qatim kirib olib, Xitoy bilan bir qarshi yurish bo'lib, turmudan bir chiqib, andan bu holatda andan bu Pakistan'a chiqaman deb pasport ishlatdim. Pasportim berilmedi. Shu orqali Qashqadaryoda Xitoyga qarshi din aqidamizni tashviq qilib yurgan bo'ldim. Shu orqali andan bu Xitoy meni tutmoqchi bo'ldi. Men qaçtım, atış kaçıp ya da bir jepti yuşurnub yetip, axiri özüm xarid görüp, andan Özbekistan qaçıp çıktı dep, şu atışdan kansoğuçu berip, kansoğdan Qizildaryo var bizimizin. Şu Qizildaryoni boylab bir 20 neçə yol menip Tacikistan'a menip ketken. Tağ bilen. Tacikistan'a menip ketip, şu 91-yili 8 ayının 23-yıla ben tunji qadam Xitoy chegarasidan, ya'ni Qashqadaryo chegarasidan Tojikistonga o'tdim. Piyoda menib. 28 kun taqda yolg'iz piyoda mangdim. Tojikistonga o'tib, Afg'onistonda yoki Tojikistonning Dushanbeda qurolliq harakat bo'layotganligini anglab, o'tirib ketay deb, u ham ketmay, axir O'zbekistonga ketdim. Qirg'izistonga O'zbekka bordim, O'zbekka berib, O'zbekistonning Qarasuv degan yerda, Anjan degan yerda, Toshkentga yaqin u yerda 5 yil yashadim. Shu yerda bu 91 bo'lganligi uchun O'zbekiston tunji mustaqil bo'lib, Qirg'iz, Qozoqlar, O'zbeklar Rusdan ag'rilib mustaqil bo'lgan bir davr ekan. U bu O'zbekiston mustaqil islom jumhuriyati bo'lgandan keyin ularga berib har kimni qilsam bo'ladi deb men kuchlik Sharq Turkiston islom azod tashviqini qildim-da. Shu oraliqda O'zbek hokimiyati tutib, men tekshirgan bo'ldi. Ana sen Xitoyning jasusi o'chib qo'y degandek gaplar bilan axiri meni Xitoyga tashlab berdi, qaytarib. Xitoy apirib meni atishdan keyin harbiy turmada yatdim. Ondan keyin Xitoy shundan to'yli qo'lga olgan bo'ldi. Berib Aqsu Tarim logoyda to'yli hayotim o'tdi. Endi bu Tarim to'yli o'tdim. Tarimda to'yli o'tib, Tarimda yana shu jiq ishlab o'tdi. Endi bu turmadagi vaqada boshqa Urumchi turmadagilarni aytib, jiq ishlab endi bu 95 Tarim logoydan chiqdik. Bu turumning ichida endi jiq ishlab bo'ldi. Men yuqorida o'zimning umuman shu ma'naviy hayotim haqida bo'ldi. Endi u Xitoyning shu meni 95 turmoqdan chiqqan qadar qisqa deb o'tdim. Mening o'zimning turmush ahvolim, turmush hayotim shunday qilib shu 82-yilda 90-yilga madrasada o'qigan bo'ldim. Shu oraliqda 90-yilning 5-ida to'y qilgan bo'ldim. Biz endi yuqori degandek dadamning ismi Abdug'ofur Hoji, onamning Qambaxon deymiz. Biz 9 bola. Bir qiz, 8 o'g'il hamdi. Bularning hammasi hozir shu vatanda. Endi bu Xitoyga qarshi bu harakatlarda bu tuqqanlarimiz biraz ba'zileri tijoratchi, ba'zileri hunarmand va kasb ahli, ba'zileri hukumatning ish o'rinlarida xizmat qilgan. Endi bular biraz men bilan o'xshash muhit yetilmaganligi uchun dinning va tarixning bu ta'siri ushirmaganligi uchun men boshqacha bir yetilib qolgandim. Shu an fikrimiz o'xshamaydigan bo'lib, hatto mening bir inim uch Qashqari bizga qarshi chiqqan bo'ldi. Keyin u bolalar to'g'ri tushunib ketdi. Alloh ularni afv qilsin. Shunday qilib 90 yil to'y qildim. 90-yilning 5-ida. Yuqori degandek shu 91 chet elga qochgan bo'ldim. Shu xonimim shu egri usqan qolgan edi. Endi meni O'zbekiston tutib olib qilgan vaqtda qilsam cho'ng qizim tug'ilibdi. Shunday qilib men 91 turmaga ketdim. 95 turmadan chiqsam cho'ng qizim 4 yoshga kiribdi, tug'ilib 3 yoshga kiribdi. 95 turmadan chiqib Allah yana bir farzand berdi. O ikkinchi qizim bo'ldi. Bu qiz hozir 20 yoshga edi. Shunday qilib hozir hamda
Şu hanımımdan hem de umumdan 7 perzenge hem de atanı olduk. Hem de perzentlerimninki ikisi Şvetende vafat olup gitip kaldı. Birisi Malazya'da kelgece yolda vafat oldu. Kağırımız müşahit geldik. Hem demek men turumudan çıkıcı şu 95 turumudan çıktım. Müstecil işide dadam ilip gittik. Men turumdaki vaxtıdı. Balam toğuluqluq şu 95 turumudan çıkıp hem yana şu ailemizin hem de başladık hem de. Ballarına hemiz ahvalı müş kadar. Hem bizden gelgi iktisat ahvallarımız hem tarihten beri şeylik Pomuçik Zomüger degендek bir aile salayet iyi bolup kalıp Xitaydan qolunda. Anda o nadan adamla yani Xitay hakimiyeti näge bolsak bizni yekleydigan, mesxir kıldigan, çekleydigan, kemsizdigan yani bozuk unsurning perzentleri deydigan fakat Xitayga karşı çıkıp özünün din, imanını, özünün vatanını, insani kişilik, izzet, obro'y ve o kişilik hukukunu qoğdurmoqchi bolgan adam her qachon Xitayning qo'lida yaman adam, yani bozuk adam degендek qarılıb Anda biz nadan kişiler çıkıp olgan degen biz Xitay bizden Zozongtangning devlet idare qilish sistemasi boyunca qancha bilimsiz qalgan millatni boshqarmoqni ayt oson bo'ladi degandek bir falsafa qarash bilan Xitay qachon bizningki mayli Gomindang bo'lsin, Menchen hokimiyati bo'lsin, keyingi komissiyasi bo'lsin ta bizning millat ichidan bir mayli tabiiy va ijtimoiy fan sohasi iqtidorli odamning qachon o'zruq chiqsa buni bir iloji qilib buni cho'ktirib yo'qitib degandek bizni shu etisizliklar o'yining arasida qattirib jambaqadigan bir millat qilib yasab qo'yaqli Xitoy. Anda bo'lgandan keyin biz Xitoyga qarshi harakat qilishda har qachon biz jamiyatda yolg'iz va yetim qiliqlik hatto urug' chiqadi bizga yiroq tuturlik biz. Shu arada bu hayotga nihoyat ta'sir bo'ldi. Demak şu hükümet karşı çıkıp kalgan ya Xitayga karşı çıkan adamınki perzentleri aile tababat biraz cemiyette yeklendiğen, çeklendiğen, kemsildiğen. Hatta başka adamның, normal adamның balçaqalları erişken özü abroyga ya izzetke ya görmedik erişemeydiğen. Bu halette näge bolsak bir kısılış öz vatanımızdan bu halette bir şekilde yaşadık hemdim. Endi demek hem de Xitayga karşı turgan sıra Xitayga bolgan nefretimizni aşkan sıra cemiyetlik adamның bizge biz bilen karşıdaki adam küçaygan boluş arqılık bizden umumilki normal ijtimoiy turmuş hayatımız mı her kaçan kim bolsun bir xil fikri ziddiyet küreşte ötkendek özümüzün vatanında özümüzün tupraqda qısılıp ötkendek bir ahvalda yaşadık hem. Demek şunda qılıp bu 95 turmadan çıktım. 94 hem de şu 94 bu turmada Aksu turmaga bağa vakit şu 91'ning yılı ahiridan başlandı. 4 yıl yaşadık. Bu jarayonda hem de Aksu'nunki hazırki Malik Jagörük dep koyumuz. Aynandan başka Aksu'nun Xumdan Yanava deydiğen bir yeri var. Aynandan başka Aral deydiğen bir yeri var. 3 yerde tutulduk 5-2 yıldan. Bu yerdeki emgek şundak emde. Eğer o çağda bizim siyasi qarindaşlarımızga günde 2 vaqt tamaq veretti. Ayallar etirdi başka, erler etirdi başka. Hem de ictimaiyle, siyasiyle, ictimai degenimiz hem cemiyette şu ahlaksızlık, oğurluk, yalgan, bulancılık degендek. Bazı terbiyesiz qalgan degen nurgun ballar hem de cemiyette yaşaş üçün bazı cinayet, hata qılıqlarının üstüge memnun qalı degende. Şu arqılık nurgun ballar qalmaqlık bizim baş varlıqda demek ki şu Aral Aksu'nun Abad degen yerlerde yaşadık hem de. Bu arqılık bu vaqtda siyaset biraz Xitayning ağzıqdek emesdi. Turmada biz her qaçan Xitayning zulması yaşagan degen o vaqtda qarindaşlarımızga 2 vaqt tamaq veretti. Qattiq emgek salatdı. Bu aletde qarindaşlarımız qattiq Xitayga qarşı fikirde köp bolgan degen biz bu şartdan faydalanıp yana 94-yıl 3. ayının başlarında turmada 3 kişi birlikte yani Şərq Türkistan Allah Partiyasını qo'ygan bolduq. Turmadan teşkilat qurduq. Turmadan teşkilat kurup hem de turmadan 91 yılgacha bu teşkilatımızda turmada küçaytip yani çıktıdığan adamlarla bu teşkilatınki vazifesini programlarından bu nizam namlarını tonutup sırtık çıkarıp yani şu
Abdulgani Ahmed deydigan bir Qashqar Ma'arif institutining bir o'qituvchisi bor. Hozir bu yerda muddasi turmat qamaqliq. Bizning sherik. Yana bir sherikimiz bo'lgan, u ba'zilarning ismini demaymiz endi. Hozir bu Xitoyniki o so'roq ustida jiq qolgan narsalar jiq hamda. Şu biz 3 kishi tashkilot qurib, buning birisi yo'qolib ketdi. Abdug'ani Ahmed o adam turmadi muddasiz. Men şu 95-yil oxirida 9-oyda 10-oyda turmadan chiqdim. Bu turmadan chiqliq. Turmadan chiqiblar, yani biz endi qo'limizdan kelsa harakatni boshlab şu 96, 97, 98 3 yıl cemiyette, yani şu Şarkı Türkistan Allah Partisi'ninki namıda endi vatanimizden şarkı ve cenubi tarafları, şimal tarafları kengayip qo'limizdan kelişi hizmet qilgan boldik. Endi Şarkı Türkistan Allah Partisi teşkilatı Xitoy tajovuz yillarining Türkistan'daki her qandaq hakim mutlaq siyosiy qat'iy qarshi turdi degandek bu nimiz 5 ming tal varaq besib bunu İngilizce, Uygurca, Xanzuca, Japonca, Arapça 5 xil tilda yozib vatanning junub tarafida besib shimolga taqib bir mezgildan keyin biz shimolga ko'chib berib junubga taqib degandek bundaq varaq taqatgan boldik. Keyin endi 95, 96, 97 yılları Şarkı Türkistan yaşlarındaki Xitoyga qarshi o'zining dinini, vatanini ve milletini qutqazmak uchun Xitoyga qarshi eng gullab kundingni po'raklab ekilayotgan ve kallasiga uyg'unayotgan bir davramda. O mezgilde yoshlar to'liq hissiyatchan keldikanmiz. Andan shuning bilan bu Ürümçi G'ulji voqeasiga ahir 95, 96, 97 3 yillik bu jarayonda Şarkı Türkistan'ın umumiy şimal ve cunub tarafdagi bu yoshlarning Xitoyga qarshi vatanparvarlik islomiy da'vo jihatidan uyg'unish umumiy bir bosh ko'targan bo'ldi shu oraliqda. Buning natijasida biz 97-yil G'ulji voqeasi o'rtaga chiqqan bo'ldi. Shuning bilan G'ulji voqeasida köp qarindoshlarimiz ana buni dunyoga jiq taqidi bu masala. Şu 97-yili 2-oyning 4-5'leri şu G'uljida bo'ldik. Endi bizning qarindoshlarimiz o chaqda hamda qurol yaraq ba'zi askariy ma'lumotlar bo'lmagandikin hatto Xitoyning askarlarining qo'lidan tortib olingan qurolni o'zi ishlatib betaraf o'zini qo'g'dab qololmay şu angacha hamda Xitoy sovuq suvni kelib havodan va yerdan sovuq suvni sevib bolani 2-oy bo'lgandikin G'uljida sovuq qattiq bo'ladi ekan. Bu 2-oyning 4, 5, 6, 7 yillari bo'lganda bu holatda qattiq yig'ib ketganlik G'uljida sovuq qattiq bo'ladi. Bu mezgilda Xitoy sovuq suv sepgandikin bolaning jiqlari to'nglab ketib o'lib ketganlik yoki yiqilib ketganlik. Bu altın biz kural cihatın bazı yetekçilik qilish ve rahbarlik qilish cihatını biz yetim qalgandikin terperen bulup yani köp adam Xitoyga tutilib ketdi. Köplerimiz yani uyan bu yan terperen bulup qaçtık. Qaç jarayonda men Ürümchiga ketdim. Şu araliqda biz bir Ürümchiga berib yani 6-7 aydan evvel berib yani bir hareket anlaşgan boldik. Andan Ürümçide yani bir tutkan oldu bizni. Şu çağda mende 3 tal kimlik olap şu çağda. Atışının Ürümçinin Qashqarning kimlikleri olap bir mezgilde men Turmadi Abduma'ruf degan ismli yatı men angacha Xitoy sirtdan qattiq izlab Adil Abdug'ofur degan ismli Xitoy qattiq izlab o'tdi. Men Turmadi yataman. Şu araliqda bizning tashkilot ishlarimiz o'rtaq chiqib bu ishlar pashulab varaqchilar taraf taqilgandan keyin andan bu işlarning surishtirilib oxirisi buni tashkilotni qurgan, iqtisod to'plagan, matbuotda va kompyuterda bu tashviqot faoliyatini bosgan, odamning tashkillagan, qachon qurilgan bu tashkilot degandek 5-6-7 yillik tarix umumiy sug'urilib o'rtaga chiqqandan keyin oxiri u narsani kelib menga yuklab alayda men turmaning ishida tursam meni sirtdan qattiq izlaydi Xitoy. Andan men
Xitay Şangangning qo'liga qaytarib olgan vaqtda turmadan chiqqan bo'ldim. Chiqqan vaqtimda jamiyat meni qattiq izlayotganligini bildim. Shu orqali ishga ketdim. Xitoyning o'lkasiga. Xitoy ishga o'lkaga ketib, bu yerda bir Tungalning qadada bir yilda, yarim yilda u yerda yurib, eng oxiri bir yo'l deb iqtisod qilib, Beijingga berib, anda shu O'rta Osiyo, yana shu taraflarga ketish uchun hamda Beijing berib aeroportga chiqqan vaqtda pasport qilib, shu to'rdan shu yerni tutib oldi-da. Beijingda ikkinchi qatim. Ana shu Beijingda tutilib, ana Urumchiga elib kelendim. Urumchida 3 oy so'roq berdim. Urumchidan qaytib kelib, Qashqarga keldik. Qashqarda 2 yil, 3 yil qamoqxonada yotgan bo'ldik. So'roq berib, shu 90-yildan tortib shu nimagacha 98-yilgacha, 97-gacha shu 7-8 yillik umumiy hayotdan bir deb so'roq olgan bo'ldi. Xitoy buni 7 yillik ishdan so'roq bermagan bir cho'ng bir mushkul bo'ldi. Bu so'roq ustida jafo mushaqqatlarga qilq sanoqlarga duch keldik. Buning hammasiga chidadik. Allohning yordami bilan chidadim. Shuna qilib Xitoyning so'roqi 2099-yili bitgan bo'ldi. Shu orqali 13 yillik kesilib ikkinchi qatim qo'lga olgan bo'ldi. Bu 13 yil hayotım turmadan Urumchida bitkizib 2011 turmadan chiqqan bo'ldim. Bu meniki hamda shu 2011 turmadan chiqib Turkiyaga yenib kelish jarayonida hamda turmaning sirti kelgan ahvollar bor. Turmaning ishlik masalalar bu bir ayrim bir bab. Buning da so'zlab kelsak bo'ladi bizning bu nasrimiz chiq. Rahmat. Endi turma hayotingiz haqida ma'lumot bersangiz. Bo'ladi. Turma hayot endi bu qancha tasvirlasak, qancha kengaytirib so'zlasak bu nihoyat bir jarayon. Endi biz bu yerda faqat shu Xitoyniki endi turma bo'lsa butun xalqaroga hech qanday bir axborot bermasdan faqat maxfiy shu millatni umumidan yo'qotish uchun elib berayotgan eng sirt qilinmagan butun qonliq qirg'inchilik, butun yolg'izlikni Xitoy turmushi qilliqlik. Buni tasvirlasak, mening tilim buning balkim ojiz kelib qilishi mumkin, ammo o'zimning kishilik shaxs ustimda o'tgan voqeani so'zlab bersam, bu indan bir foydali jarayon. Shunda qilib ikkinchi qatimliq turma hayot, ya'ni 1998-yili ya'ni 2-oyda Beijingdan tutib olib keldi meni. Beijing yana havaliman, yana Beijing aeroportidan chet elga mang'amat deb aeroplanga chiqqanda qo'lga tushgan bo'ldim. Biz bir ishga dem tutgan bo'ldi. Kelib Beijing shariga kelib bir turma qolmadi. U yerda 2 oy so'roq bergan bo'ldim. Bu jarayonda Xitoyning menga qilgan hamda avziyatlari shu Beijing shaharning Niyoji deb yeri bor ekan. Shu qamagan bo'ldi. Bu turmaga kirsak 40-50 degan bir kamera so'laqliq ekan, hammasi Xitoy. Buningda xristianlar bor. Bu yerda shu yani Tayvanninki mustaqilligini talab qiladigan xristian Xitoyda bor ekan bu yerda. Ular bilan tanishdik. Shu jarayonda 2 oy yani Beijing turimiz so'roq bergan bo'ldim. Xitoyning bu yerda men qilganga so'qqan so'roqimda biz Jungo Komünist Partisi va bu yangi Jungoni qurib chiqish uchun 35 milyon odam hayotidan ayrilgan bir inqilobninki bedliga qurilgan davlat bu. Sen bu asan yo'qotib olmaysa degandek so'roqlar bo'ldi. 2 oy bu yerda yashadim. Endi 98 5-oyda Urumchiga keldi meni. Urumchi yani Xitoy tili bo'yicha avtonom rayonlik jamoat xavfsizlik idorasininki
başqarımının bir türmesi vardı. Şu Türkistan təbəsində Xitayğa en qarşı çıxan nopozluq, en xətərlik degan adamlarni qamaydigan bir yerga kelib qamagan bo'ldim. U yerda bir 3 oy so'roq berdim. U yerda bu Sharq Turkistonniki butun shu Turkiston təbəsidagi barliq Xitoy hokimiyatiga qarshi tashkilotlar va shaxslar haqida nurg'un so'roqlarni bergan so'ragan bo'ldi. Endi u yerda 2 oyga yaqin so'roqda bo'ldim. 98 8-ayning oxiri andan Qashqarga kelib keldi. 98 8-ayda Qashqarga keldi. 99 2000-yilda bu yerdan 2,5 yildak endi Qashqar Jihi boshqarmada va shu umuman shu 90-yillardan tortib hatta 85'ten tortib Xitoyga qarshi ilm bo'lgan barliq bizningki shu siyosiy faoliyatlarimiz, qarshilik harakatlarimizdanki tashkilotlarimiz, tashviqotlarimiz bütün maddi ve ma'naviy jihatdan Xitoyga qarshi qo'llangan barliq tadbirlarimiz haqida so'roq bergan bo'ldim. Shunda qilib umumiy so'roq 3,5 yil davom qilgan bo'ldi. Shuning bilan 1999-yili 12-oyda yani 12-ayning 12-kuni yana 1999 12-ayning 12-kuni yani men Ürümchiga o'tgan bo'ldi. O turmada biz bilan birga turmada yotgan bizning 1994-yili Aqsu turmada qo'ygan Sharq Turkiston Allah partiyasi tashkilotlarimizning odamlari barabar 9 odamni Ürümchiga o'tkazdi. Jil kesib Ürümchiga bordik. Demak, yani Ürümchiga bag'ıcha jarayondan mayli Aqsuda ilgari 91 deb Aqsuda yotgan turma hayotimiz bo'lsin. Bu keyin bu Qashqar Jihi boshqarmaniki so'roqxonada yotgan hayotlar biroz bizni uydagi fojiani biroz so'roq ustidan jiq ishlik ko'rdik. Ammo turmaga borgandan keyin biz siyosiy mahbuslardan beshiq kildigan kunlar nayt eg'irlashib ketdi. Shunda qilib 99 12-ayning 12-kuni borgan bo'ldik. Ürümchi Bajanxo deydigan bir turmasi bor. Ürümchining biz borgan yeri yani Ürümchininki shu shaharninki shimol tarafga joylashgan bo'lib, yana yangi taraqqiyot rayoni deydigan bir rayon. Endi hozir Uyg'ur tilida yangi echib etilgan taraqqiyot rayoni deb ataydi. Bu yerda bir turma shahardagi bir shahar bor. Xitoyning 1-turmasi, 2-turma, 3-turma, 4-turma, 5, 6, 7 turma bir rayonda. 7 turma. Har bir turmada 5-10 ming odam bor taxminan bu turmalar. Ayollar turmasi degandek bizning Rabiya Qadir xonimni shu yoqqa qamalgan. Biz borgan vaqtda shu ayollar turmasi bor ekan, bu ayol. Demak, shu yerda 7 dona turma bir rayonda her bir turmada 5-10 ming odam bo'lsa, bu turmada gap taxminan 100 ming odam qamoqliq shu tarafga. Buni taxminan bilamiz endi. Demak, shu 1999-yili 12-ayning 12-kuni turmaga qolgan bo'ldi shu vaqtda. Biz Qashqarni yo'tkagan siyosiy mahbuslar biroq yo'tkagan odam 20 necha odamni qurolliq shunday olib oldi Ürümchiga. Shu Qashqardan olib chiqqancha put-qo'llarimizni ko'yiz kishanini solib, temir chetiqlarni chetib, mashinaning tumanlariga bog'lab, beshimizga qora xaltani kiydirib, shu Qashqardan olib borgancha Ürümchiga borgancha shu beshimiz ko'zimizni tengib, shunday put-qo'limizni mashinaga zanjir bilan chetib, shunday ketdi. Turmaga borgandan keyin endi bu anglasam kim bildim shu bizning buyuk ustozimiz, olimimiz Abduqodir Damulla 1924 shahid qilingan Qashqarda. Shu odamning o'g'li Abduz Maqsum yotgan turma dedi. Keyin so'rasak, shu koni Shingsaydan qolgan koni bir qavatli bir uyga kelib qamagan bo'ldi 30 odamni. Biz u yerda shu turmaga borsak, shu 30 odamni ayrim bir uyga kelib qo'ydi. Qarasak hammamizda bu uyning ichida yog'liqi qo'l juydigan yatadigan karar binası yok. Hemimiz şu turmaga kirib, bütün kiyimimizni soldirib etib,
Ayaklarımızı saldırıp aldı. Birinci ayda kafirden yığıp gitiptiken. Bütün kiyimlerimizni tatip edip şu özü bilgen bizge uygun kelmeydigan bir kiyimlerini kiydirip bulam. Hammamizni şu putimizni chetib, qo'limizni arqamizga qilib, shunday töme bilan arqamizga qilib qo'yaqliq. Shunday yotdik endi. Bu yerda ertagini saat 10'da, akşam saat 10'da ikki qatim hojatxonaga olib bordik. Boshqa vaqtda yotadi ekanmiz. Yotgan ko'pimiz yo'q, ya karvat yo'q, daq yerda yotamiz. Demek putimiz yalamyoq, qattiq yig'ib ketgan. İki vaqt tamoq yurdi, qiziq choy bijaz bermaydi o. Shu orqali yotdik. Demek balaning suvga ichib ketib, balaliqidek suvga ichib ketgandan keyin yarım saat hatta 1 saat bir taret qistab balaning qiliqliq hech qachon tarik olmay butun adam, butun cho'ng ishlarning hammani shu kiyimiga chiqarib hamda. Musharliqda 9 oy yotdik. 9 oygacha faqat bizga shunda qilib men agar turmoq kirmagan bo'lsam men Xitoyni turmaydi ekan. Endi men bu turmani qadamla turmoq kirib qolganligidan nihoyat afsuslansam, men turmoq kelganimga biroz xo'sh bo'lgandek bir chiqqan edim. Nima uchun deysizlar? Biz turmoqqa kirmaguncha Xitoyning bu rezilligini, bizga qilayotgan bu zulmini, bu o'chmaligimizni to'rib yetmaydi ekanmiz. Hamdil qiz, yani biz dünyadan, mesela Avrupa ellerinden, Amerika taraflarından olsun, dünyanın her yerlerindeki insaniyetinin turma, hayatı ve zulüm çekip mezlum bilen zalim oturuşkecik, tarihlanacak, emniyetlerini küreklik ama hiç kandak bir millet zalim Xitoyga o'xshamaydiganligini tunib yetdik. Demek shunday qilib 1999 12 ayının 12 kuni şu Qashqardan yetkilib Urumchidan bo'lib qolgan bo'ldim. Endi biz şu 20-30 yaqin adamni olib bordi shu yoqda. Yuqori deganda Qashqardan ilib menib shu butun putqulimizni ko'z kishi bilan bog'lab bizim beşimizga şu qora xaltani kiydirib olib qolgan bo'ldi. Askarlarni qorshab shu Urumchidan Qashqardan Urumchiga bag'jarliqchi. Men dahi o'chaqliq gibi hem turma hayatı olsam da ben bir İngilizce, Xitayca, bazı Yapon tillerini pişik öğrenip çıkaman deb o'ylabdim. Nerede o tilini qayış? Şu çizgen degen şu bir kaçan bir tayak yemey yaşamı deydigan. Kegen kaçan ben bir gün tayak yemey hayatım öte degen şekilde biz ma'nın g'amikla bo'lib qoldik. Tamak yemesem mi meyli, tayak yemesem, tamak yemesem mi meyli? Yer yasak mı, tamak yemesek mi? Üç bir tamak versem tayak yemeyiz kaldı şu olsun meyli degendek manda halk hep kaldı. Demek aşında 30 edemden appadı bir qarsak ko bizde öyle girip solap koydu. Şu putumuz şöyle töbe bilen çetiqliq hem de bizden yotqan köplerimizden jutun appagan yataklarımızını muyda qaçı kesip ügür keskendek qet-qeten aqsırıp hemen bir de aqlet mazqılı yudigilik. Ay qarş şeğilinin üstüge şunu sepede girip pakal sağandak. Şunun için yattık kiyim bilen. Hem de o adil putkol çemberçesi bağlılık olgandan keyin keçsin bağlaqlıq, kündüzün bağlaqlıq. Keçisi bu putqa koyulıq tömür kişene selip çetiqni қолына ақыға bağlap qoymuqda çeti yuteqlıq tömür bilen. Bolgandan keyin 24 saat aydaq yatımız turumdan şeyde. Oğun yasak tek ağrıydı, yeni yasak 3 gün ötkendeki bu putkol 3 gün mörünü sezmeklik bizim bunda. Ol qo'lan bağım yok mu, tuyma qalasa qo'l bağ. Bağlanıp qo'lning bütün tomoları niripleri to'xtab ketgandan keyin qo'l ishib, qon yurishmay bo'lib ketganlik. Ashunday qilib yani bir kaçan bu zulüm kaçan davamlışı ben bilmedik değil mi? Yattık şundan qilib. Qarsak atigini saat 12'de bir hojatxonaga olib bordi. Kechli bir 12'de olib bordi. 20 saat 2 qatim olib bordi. 12 saat bir qatim degandek. Şu aralığında bir çoğun kişi tarih qistab qolib qolsam da tartim kelib qoldi desek hergiz yo'l qo'ymaydi. Şu kelib tepib urib desep ketgandan keyin o çoğun kişilerden hammasi kiyimga chiqadi.
Qarasak şu kiyim çoğun küçük taret o talay qetim ayla haşında. Biz adette şu kolunun tırnakları üsüp ketdi. Sakal burdu üsüp ketdi. Hacetxanaga mаңадыған vaqtı şu kes saat 12'de gündüz 12'de apır işkedim apırda hacetxanaga. 24 saat içinde işkedim barımız. Şu çağda aşındaqılık bir-birimizin çetip hemimizden putu tümür çetip bağlaqlık kolumuz ağımızga tümürü mekken bağlaqlık bir-birimiz çetiqlik anam bir sılın mağa degende çetiqlik hemimiz inişmağımız yalan ya qamıday qay yağıp ketken yerim santa nime 50 metr 50 santa degendek müşündaq qaqelen yağıp ketken birinci ay mezgildi putumuz yalan ya adette bütün bir kış put yalan yak çıktı ayak yok keydiğen ayağını saldırı verdiğinlik qadlam yüreğimiz emdi sırtıq çıksaq aşınaqlı hacetxanaga apırdı hacetxanaga basaq 40-50 edemni zencidi birgi çetip koyunu bağlagandek ele xaman bildi go deymi ele kalada işekti xaman jumuştumuz go biz ayna bir-biriga çetip ayna apırıqlık hacetxanaga bağan vaqtda birini yişip onu tarih kıldırıp antın ona akırga gelip çetip yani birini nöbetli birden yişip tarih sonduğan dekin aşağıda 50 edem 30 edem beraber birge çıkan dekin öçüret nöbet saklap turup putkol lığ sırıp gidiyordu adettiz tarih kısığa adem edi yarım saat saklagan dekin bütün tarih iş kiyimi çıkıp gidiyordu anın bir yerde o tarih çıkıp kesse o tarih toğunda dapta ketip yağıştak muzlap neçemiz tarih kılmay yenip kildiğen gibi demek aşağı 9 ayda yetip kettik bütün çoğun kişiler edemiz kiyimi çıkıyordu talaq çıksak dapta ketip toğlaydı öyle çeksek ay birbirimizge yakın durup yatkan dekin iştanның içi lın pok südük bilen tuşup ketken putumuz yalan yak ayla juyanmagan degendek aşındaq yatsak talaqı çıksak toğlap ketken kiyim tarihden yürüdü. Öyle çeken yakın kişice oluşup birbirimize yakın yastak irip aşı miç tarihden işte yazılgan gap hemdi. Onun için fıraqın desi toğunu bulmayız. Amal yok hemdi. Hatta aylağı kolunu juyamızıq. Etikeni bir istikandın jotlamdan kaynak su birdi. Başka adamla yemeği eşip kalgan toğunap gereken ondan taraqtara taşlap birdilik tınçamın taşlap bergendek onu talay qetim qoluga alsak qolunu juyamızıq mesela hacetxanaga bassak qolunu aytamaymiz tazlayamaymiz tarihimizni ya çamma ya kebe qağız bir latifil binası yok qolunun arlıq gırın çoğun tarihtilen tuşup ketken qurup kesiminde uğurlap çüyütemiz bolmasa ayna turdu şu qoluga ayla şu qolun juğunu koymaydı yemeği desek aç yel desek kol meynet pok juqi tırnak üsüp ketken tırnaqның qatlardağı çoğun tanettim juqi endi bunu bazı işimiz ütep ketken iş sürüp qalgan balla yakil kız çoğun tanet qıp bulap tanetin tazlamakçı olsa eşqi bir lat qağız ben biles tapanmagan degen qulu tazlaydigan gap qoluk çapışıdı onun ayağına çami getip ya ketken degen bu qoluk çapışkan degen bunu qatı juyduğan su bermeydi demek şu arkalık ayla neçe ay geçip kolunu juyamızıq. Tırnak ösep ketken kolunun içi kuruk çoğun tarihtinden kurup ketken ay şu qoyla ayında kolu ayında meni bulap ketken hemdi. Ayında yaşadık. Hemdi insan dedik özünden çoğun tarihtinden özü yesim insan sarang olup kalmaydıgan iken biz ayşından işendik hem aşağı detip bununla mesela bizning şu Qashqardagi Ma'arif institutining o'qituvchisi Abdug'ani Ahmed deb qo'yamiz. Lekin inglizcha pishiq o'rganib keyin barin inqilob chetlib turmoq kirib keyin adam shuni bizning sherik bo'lib qolib yani shunday nurg'un odamlar bor. Xotandan Qashqardan Turkistonning janub va shimol tarafidagi har bir o'lka shahar viloyatdan jiq odamlar bor. Demak, ayndaq yashadik hamda. Tırnak üsüp ketken, kol qati juyammagan, put yalan yak. Şu 12 saat bir qatim tarih çıkımız. Şu qatqından çamın taşıgandek taraq taşlap bir onu yemesek aç qadımız. Yedigan nasi yok. Ülüdigan gap yemese
Onu yeldize köngül kütemegen ayın ahırı o nanның çöresine. Kolumuzun elip tamak yediğen kolumuzu aldığımız yere hep manda bağlap koydu. Elip koluna manda kıyını olmaydı da koluna manda uluğunu olmaydı. Şu muydak elip muydak yediğen gep. Kolunun etrafları kırıp ketken tarihden şu kuldur bilen. Bu elki fakat demida bunda kaldı dese fakat Xitay toğu kılдырып işte Xitayga karşı çıkamdıgan biz karşı çıkmagan bolsak müşkülünü kömesdik de bizim fakat toğu kıldırıyor şunu qılatkan qılık bu. Demek hem biz insan emas mı? Yani yüzden bu din davası bilen vatan ve millet davadan kelgenler her kimning bu yaxshi e'tiqod ko'z qarashi o'xshash bo'lmagan ekan ba'zi qism odamlar o'zining e'tiqodidan fikridan yenib ketganlik endi shu aşağıdaki shu fojia shu ig'ir zulmning chidamay shu chidab bo'lolmay shuning jiq odamlarimiz ketib ketdilar endi buning xabar bo'lgan inson emasman demak Xitoy bizni shu darajada bir yil ajinda boshqargan bo'ldi axirandan bu elki turumның içindeki qattiq başqaruş rayon deydi eken. En qattiq başqaruş rayon. Turumның içinde en keng başqaruş rayonu, normal başqaruş rayon, qattiq başqaruş rayon, dereceden tashqari qattiq başqaruş rayon deb 4-5 xil bileglik. Turumның içinde turumi var. Turumның içinde turumi var. Turumның içinde turumi var degandek. Endi faqat shu Xitoyga faqat bo'ysunmay, bosh egmay, shu men musulmon, vatanim Sharq Turkiston, sen Turkistonlik emas, sen Xitoy, men Uyg'ur musulmon, men sen bilan mening hech qanday aloqam yo'q, sen chiq bu vatan mening deydigan, mushundaq deb turayotgan qarindoshlar yillar ko'rayotgan kuni andaq kun ko'rdi. Endi buning ichida faqat men azibdiman, tavuk qildim deb Xitoyga o'zininki xato qilganligini ifodalaganlar biroz endi uy bilan aloqa qildiganga telefonda ko'rishadigan yoki ota-onasi bilan ko'risha oladigan yoki normal put qo'llarini pok yuvib tomoq yeydigan sharoitga erishadi bular faqat Xitoyga yaqin turganlar faqat bosh egmay tiz bukmay faqat o'z e'tiqodi ko'z qarashidan yanmay har zaman tili bilan dili bilan bo'lsa qarshilik bildirib tik turganlar bu kadar ahir yaşayaqlıqan. Demek muşunda biz 9 ay yaşadık. Biz ay muşkul yaşap 3 ay bo'lgan vaqtda bizni bir joyindu de. Qarasak muşunda qilsak beden jiptek kirdigan shundaq. Mush bedendeki endi o beden nima uqulmaydi bu qaralqi kalning terisdek kir yoki tavlan kirlan to'shab bundaq bedenni qarasa adamning teriga o'xshamaydigan bo'lib ketgan ekan. Faqat Xitoyning alqi o'zi adamning xunazon bo'lgandan keyin bu adamni hech kim so'raydigan adam bo'lmagandan keyin tovuq qildirmiz deb o'lsam uni hech qanday so'raydigan adam bo'lmagandan keyin qarshi o'tirimiz, qarshi ko'mitimiz, qarshi hayot qo'yimiz deb Xitoy ma darajada alqi o'zini bek kuchli sanab bizni bu kadar xarlaqliq endi. Demek ki cemiyetdeki adamlar mesela Abdurrahimlik xalq hükümetining milliy ishlar komissiyasi deydigan, o taftish deydigan yoki hech qanday bir xalqning ishlariga mas'ul adamni chirib bu darajadan tashqari inson qalbidan chiqqan bu zulmni bu darajada bo'lib ketganligini hech kim bilmaylik, bilsami Xitoyga hech kim gap qilmaqlik yoki buningga anglamas va bilmas bo'lib o'zining jannatiga qilib yurgan odamlar. Demek biz 9-10 ay bunda yaşadık. Bundan keyin 2001-de bizning bir turmudan boshqa bir adirga o'tgan bo'ldi. Boshqa bir turmayni bağan bo'ldik. Demek men boshqa turmayni bağandan keyin o'zim boshdalig zanjir kishim bilan yotgan hayotim chiq yaxshi ekan dedim. Bu vaqtda zanjir kishim qilsamadi, ammo har kuni 2 saat kechlam tayoqli yeymiz endi. Endi ba'zi vaqtlarda mumkin bo'lsa ko'na kiyim tepib, qalin kiyib edib, paxtliq kiyimni qish vaqti 5 popoyka, 5 qalin japan kiyib olsak, tayoq o'tmaydi ekan degan gap bilan. Demek ki biz islomda bir ajliq yaqin edik.
akşamı keçti bir kettim acıtxanaga apardığan 12 saat bir kettim. Kolumuzu yuyanmay. Aşında özümüzden çoğun kişi tarihlerge milenip kettik hemde. Tartım kısıntı bu kelip tam kombalap urup tuğan diken Xitayning. Bizde asli polislar başqurmaydı. Xitay asker başqurmaydı, saqchi başqurmaydı. İçkerden өлкелердің Xitayning bu Xitayda nüfus jiq bo'lgan ekan, Xitay o'zining xalqini ayt qalaq boshqargan ekan, Xitayda buzg'unchilik bakjiqmish, o'g'ri, yolg'onchi, aldamchi, qo'ymichi, mush butun aqtamaki degandek mush zaharlik, chekimlik, mush xildek aldamchilik, parxo'rlik bilan Xitayda jinoyat sodir qilish nisbatan jiqqimdi. Bütün dünyada her qandaq davlatga Xitayda jinoyat sodir qilish nisbatan jiq adamlarni yaxshi tarbiyalaganligi uchun. Demak, o'zida nurg'un eg'ir o'lim hukm qilinish daraja jinoyatlarni qilgandan Xitoy bu o'zining adamlarini yana shu qadar eg'ir jinoyat qilgan bo'lsa, par versa, pul versa, atmay buni 5-10 yil kesib qo'yib, bu adamning hammasi biz Xitoy tilida Şinjan'a vaz kessek jinoyatchining talabi bu. Şinjan'a kelsa, Turkistonga kelsa, Turkiston turmalarida minglagan million Uyg'urlar bo'lgandan keyin bu turumning ichida alhamdulillah turumning ichida Xitoylar masalan ichki o'lkalarda hukumatning taftish adliya organlarida ishlagan Xitoyning bir hukumat qarmoqlarda, saqchida, askarda va boshqa yerda ishlagan odamlar xatolashadigan ya doktorxonada bu nekilib bütün Türkistan turmalarındaki Xitoy turmuskilik Uyg'urlarni boshqaradigan adam qilib qo'ygan jinoyatchini. Ularni olib borib, sen mush Uyg'urni, mush jinoyatchi, mush siyosiy mahbusni sen yaxshi boshqarib o'ttirib etmay, yaxshi boshqarib bersang, sening jidingni qisqartimiz, kuning qisqardi deb bas bo'la kelib, Xitoyga o'ylanib turib, Xitoyning kuchi bilan andan bizga bu zulm qiladi. Demek ki hem meselki bizden ne buluşumuzga qaramay, faqat o'z yilni qisqartish uchun turumdan bir kun balda chiqib ketish uchun bütün qo'lidan kelgan yovuzlikni, ashirlikni hamma bizga qilindi. Demak, ashunda qilib 9 oylik oldingi darajada maynatchilik ishida yashagandan keyin 2001-yili andan biz nimaga başka ezeki ötkedim degende keldim ben yukarıda dep öttüm. Biz aş 9 ay yaşagan vaqt tutqulumuz zincir kişen bilen kişilenip aşında meynet poqsuzaki minip yatqan vaqt hayat asli yaxshi hayat ki keyin kelgan kunlardan vaqtida yetkidi şu 20 necha edimning mahvoldan chiqib boshqa bir o'yliq etishdi. Eşirip o'g'icha hammamizni Qatar asker qo'lda qalday tutib turibdi. Shu qo'limizni bir 5 minut tutib, eng mengib chiydik. Chiygandan keyin har bir odamni ikki Xitoy kelib asker ag'ich kombalab urib qalta ko'lan. Yatqizib yetaylik. Anni qopab yataq akirgilik. Shu adigani soat 6'da onumuzun tutsak, geç saat 8-9'gacha 10 necha saat o'tirdigan gap midirlamay daqiyadi. Simrutlar. Aslımız ya böyle bir palas binası yok, ya bir yağaç binası yok. Midirlamay o'tirdigan gap. Hech kim biridan bir og'iz gap qilolmaydi. Hatta Uyg'urcha gaplashish huquqimiz yo'q. Ben tarih sundurtum ya eğiz bölümünü sürtüp olay ya bir yanı kaşlı olay ya kiyiminin tüyümüsün olmuş olay digini bulmaydı. Desek ve ki her bir edemini grup kılıp bölüp üçüden birden grup kılıp yağlık. Mesela üçümüz birliği oltağın bolsak sırlı mesela ben iki qeyrindişim başka tarafta olturum ben o Xitoy saqçılığı bir gap qılmay soğumay ayağımdan jipinden oşap qalgan bolsam ya soğumay turib kiyimimden oşagan bolsam o vaqt men tayaq yeyim kelip. Sen nima uchun? Sen çimden sorap ayağımın jipinden oşadım. Çimden sorap qulug'ini ya ko'zag'ini olading ya qaşladım. Kimden sorap kiyimimden oşadım deb.
Anın yenemdeki biraderlerimizni kopap, sen neyinci bizge paş kılmaysa. Bana medila oturdu, ma medilla oturdu, ma kukun dep demişim bizge demeyiz dep, olumu bizulyantan ortak bu kablıqını tartır. Andın Xitay bizden birbirimize karşı kılıp düşüşen, men ayadı medilla bir erkek kıygandikin, abim man vurdu gelip, sen bizge paş kılmaysa. Bu kopap anıza sen cim oltasan men tayak yemeyitim emez mi? Diyendek, aslında uşak işte birbirimize ziddiyet edip, özüra 3 ay kişi düşmelleştirip, ittifaqsızlaştırıp, tırmın bir bulup olmasın bu haqda o derecede. Andın her günü 10 saat olturumuz müdürlemay. 10 saatten keyin bugün kim sobaya hareket kıldı, kim sorap hareket kıldı. Öydен keyin töt bulağında, içki bulağında telekamera çıkıp durdu. Onu Xitay saqçılar sırtın tekşirdi. Somay hareket qilgan, qo'lini ya bek aparib qalgan, ya ayağını o'ngshab qalgan, ya kiyimini o'ngshab qalgan adam neçe. Onu tizimlab ekirib, her akşamı 5-10 Xitay kalta kelip kirdim nimaga ichiga. Etaq kirib, shu ekranni ko'rgan bo'yicha medirlagan hareket qilganning hammani chiqib, shu ağacha urib yatqizib chiqadigan gap. Bu şekilde. Endi buni biz demek bu tayak kunni ya vergendikin anlayacağız. Bu tayak yemeydigan bir kun mu bulamı deb ötürüp etmeydiken şöyle rezenge kalıp tekerlerin. Bu bedengelik yaman tasir kıygandikin cık balla. Meynecilikten tayakның zerbesinden anlayacağız tamakның ki azlığı ve aç kusaklıktan cık balla eğer kesel olap yetip keteylik. Men 95 yıl 12. ayda 2005-13 ayda bir kesel oldum. Xitayçılık öpkü tuberkuloz kesel. Öpkünün 3 xil kesel oldu ki bir yürek öpkü teşlip ketadigan, bir öpkü dağılap kaladigan, bir öpkü bunda teşlip ketadigan madaqıl kurdiga yağaçtak bolup ketadigan. Bu yerda tamakның acizligi, havanın soğukluğu, hem yemeknin soğukluğu, gepning soğukluğu, tenning acizligidan şu keç gündüz soğuk yerda yatqizib qilgandikin, soğuk ötep öpküge. Hammada müşa yürek kesligi, öp kesligi girib tavlab, öp tuberkuloz kesel deb qo'ydi, xalqaro bir keselning nima bor. Acizlikdan meneshdan bo'lgan kesel. Xitoy mashundaq biz kesel qilib o'taylik. Men bu keselni 2005 yıl 12. ayda kesel olab, doktorxonaga berib tekshirsam, doktor dedi, bir jinoyatchi doktor dedi, sen o'lib ketsa dedi meni. Turma sen o'lib ketib qolasan dedi. Shu chaqda AIDS keseli yuqibdi deb bunimi o'tirdi qo'yganlik bizga. Xitoy ichkirida, Xitoy ichkiri o'lkalarida hamda şu AIDS keseli yuqumlangan o'zining Xitoy jinoyatchilarini yo'qib ekilib Türkistan turumlarındaki Türkistanlık Uygur siyasi mahbus qarindoshlarımızın başqurdigan qıpıyaqlık, başlı qıpıyaqlık. AIDS keselinden yuqumlangan özünün adamlarına gelip, Xitaylarına gelip. Andan biz 15 günde bir qatam başına çaşlanamız emdi. Buğday urduğun maşindeki bir maşinada alınған gap, hiç kimning çasaqal qo'yish ruxsati yo'q. 15 günde bir çaça algandan bu maşinani şu bir maşina bilan 40-50 bir ay dedim çekin alınған gap. Anın onun AIDS keselinden yuqumlangan indayin jiq. Bizning talib ballam dinde o'qigan edem jiq bizning içimiz jiqlari ömürde bir tamak chekib baqmagan, haraq içib baqmagan, hech qanday buzuq xato yo'q men baqmagan. Halal yeb zaten tamak chaqliq narsa içib baqmagan adamlar şu kadar taqva barda turmagan. Ana buni Xitoy AIDS keselinden buni yuqumlandırib teglik. Özünün Xitayları, içkirideki Xitayları kelip AIDS keselinden ya 8 ya 5 yıl ömür gördükken bütün bedenin AIDS'den virüs kaplap ketip saqayış imkanı bulmagan bu edimine kelip hem de davalaş imkanı bulmay fakat ölüdü bu deb doktorununki diagnoz ayında hüküm çıkargan cinayetçinin ekilip Türkistan'a siyasi mahbuslarını baş koruyan qıpıyaqlık. Andan onun beşi qısaqan maşinada gelip bizning beşimiz silığılıq. Mesela ma Xitayning qaçısı, ma mening qaçam deb tamaqın qaçını ayrım yesek milletçilik qadın deb taqoğan. Ani o AIDS keselinden girip tavgan Xitay yegen tamaq yegen qaçıda gay biz yeb qilib
qachon bilib qolganlarimiz yemay talay qilib och qolgan vaqtlarimiz bo'ldi yoki tamoqni yemadik. Yemesek sen Xitoyning tamoqni yemay yaratmay Xitoy tamoq yegan qachon tamoq yemaslik o'zi bir jinoyat. Bu yerda u Xitoy cho'chqa yeydigan bo'lsa, u maynat bo'lsa, u haromni arma yeydigan bo'lsa, biz nima uchun biz diniy islom e'tiqod qilgan bo'lsak bizning yeydigan harom narsalarimiz ayrim, halol narsalar ayrim, buni biz bilib yeydigan bo'lsak, nima uchun Xitoy yeydigan narsani biz yeydik emas, nima uchun Xitoy yegan qachon tamoq biz yeymiz deganning o'zi bir jinoyat bo'lib, buningda xafalık degan nayt eg'remdi. Bu jarayonda Qashqar viloyatidagi To'qqizaq Naystin Turg'un Sidiq deydigan bireylen, Aqsu'ningki Kuchadın Mahmud Petta deydigan bireylen, yani Peyzivat Nays'ninki Qizil Yesi'din Ahmet Hekim deydigan bireylen degandek jig'bal o'lib ketdi. Nimedin aşu tayaqdan o'lganli ba yoki men buni sanab bulamadım mı? Dek jiqadan o'lib ketaylik. Tayaqdan o'lib jiqbal o'lib ketdi. Yoki mushu AIDS bilan yoki ashundaq yuqumlanib majbur kasal qilib etib degandek. Biz kasal bo'lib qolsak bildirmaymiz. Zukam bo'lib qolsak ya ishimiz surib qolsa yoki boshqa bir kasal bo'lsak kessa Alloh yig'lab yetib ya Rabbim bu Xitoyning doktorxonalar turmining doktorxonasiga bormay biz saqaytqin shifo bergin yoki bizning jenimizdan o'lib ketildi biz mag'ulni olib berib qolmaydi degan bag'an degan hamda zaharlik dori bir yutishdan yoki u kuruldan bir taraf qilishdan ensiraymiz. O'zi shu qadar sog'lom yashayotgan bola o'zi ketiblam o'lib ketgan yoki o'lika chiqib bergan o'lib ketdi deb uning diagnoz qo'yiblar, uni jimaqsab yo'q deb aytgan. Odatda bizden şu anda Qashqarninki Xotanning yo'qligiga kelgan odamlar, o'sha yaqinda bo'lgan ish hamda va turma hayotni jiqnar ya bu 18lik hayotni so'zlab kelsak, o 5 soat tugamaydi. Bu yerda eng xatarli yeri hozir bugun birdan bir dunyo xalqiga bildirilgan ish va Xitoyning turmidagi bu qilgan jinoyatlarda Qashqar Xotan Sharq Turkistonning butun janub va shimolda Jiroq sahrodan kelgan odamlar turmada balları alır. Şu turmada yo'qligini kelsa, ata-onasiga, xotin bolasiga gap qiladi Xitoy. Turmani oldiga kelganligi. Bizning balamiz AIDS kasalidan yuqumlangan deb imzo qo'yib bir ko'rishdan daylik. Ömürde tamoq chekib bakmagan, medresda dinda o'qib shu qadar pokiz, sog'lom, molla ulamo bo'lgan yoki oliy maktabda o'qib, alayda bir ilm egisi bo'lib o'tgan odamlar hech qanday bir yomon qilmishlik, bir aqtamoq yoki bir to'yning muhrik, chekimlikdan shug'ullanmagan odamni chekimlik chekib, AIDS bilan viruslangan, AIDS kasali yuqumlangan degan gapni atib odam gapirib, jutun kelganini, yo'qlab kelganini kelib ko'rishamiz, undaq ko'rishaman. Undaq bo'lsa, sizning turmadagi balangizda ya ininiz ya eringizda bir kasal bor. AIDS kasali bor ekan. Mening shu balamda AIDS kasali bor deb qo'l qo'yib bersangiz ko'rishsiz, bo'lmasa ko'rishmaysiz deganlik. Endi o Qashqar Xotandan, Namoyishlikdan, Uzundan 5000 kilometr yo'lni besib kelgan odamlar o'zining balchaqisidan turmada necha yilda bir boradi. Ko'rishmay ketish ko'zi qiymay. Ko'rishdiga nim bo'lsa bir ko'rish bo'laydi bo'lsa da demlar bir bilan mening balamda AIDS kasali bor deb bilan AIDSning qanday kasalligini bilmay uning qo'l qo'yib yurdi. AIDS kasali bor deb. Andan shu ota-onasining qo'l qo'yish bilan o bola AIDS kasaliga giribdi bo'lib qolganda hech ko'rishtirib qo'ydi. Demak, allaqachon Xitoy bo'lni AIDS kasalidan yuqumlantirib qo'ygan turmush edi. Buni hech qilib aytib o'tishdan xalqaradan bir gap bo'lib qoldi deb o'z ejri bilan kishir olib o'ldi deydiganga chiqarish uchun bir-birlab ayında o'q chiqarmay, qon chiqarmay, ovoz chiqarmay etib o'ldirib tugutish uchun Xitoy bu harakat qilmoqda. Bugun mushtaqiq mustaatida Xitoyning Sharq Turkiston turmusidagi butun siyosiy mahbuslarini faqat iymon, islom, vatan da'vosi qilib Sharq Turkistonning ayrim bir mustaqil islomiy zamin ekanligini o'ttirib chiqmoqchi bo'lgan har qanday bir odamga qasddan
muşkaldaki virüsünü yuqumlandırıp onu turmadan çıkarmay öldürüp tükürüştek bir zor. Abi 40. yılın Xitay turmada 2015'de başladı bunu. Demek endi bizden ayında Xitay başkurup gelgendekin misal endi şu ben dedim ya biz en qattiq başkurduğu yerden yani birga köçep keldik. Ve kelgendekin ana şu men beşimden ötken bir vaqani deb bilsam men shu yerda namoz qaza o'qiydim endi. Bir kuni shu turmada yetib tushimda aza o'qib ketdim. Aza o'qib ketdim. Qarasam kech yotgan vaqtim bizning faqat bütün kiyimni saldırıp yotqizdi endi. Kiyim yetishib bo'lmaydi. Ham put qo'lni qattiq medilishib bo'lmaydi. Telekamera va o'ynashadi. Ham bir adam kechqurun bizga qarab o'tirdi o'ynashdi. 15 adam yotgan bo'lsak 15 adamning kim ko'zini ochdi, kim uxladi, shundan nima ish qilyapti, harakat qilyaptimi yo'qmi? Chaqar qiliqliq. Yotqanning ichida yetib qo'li millat qilib bo'lmaydi. Ya dünya yetishganda ya u ham bu ham o'likli bo'lmaydi. Faqat hemen so'rash kerak. Men ma'zirlarga 2 soat yetib qoldim. 10 tepim misal telib ketdim, men ham o'lsam bo'lamdi degandek. Men endi Aşındak bir şu 2003 yılımın belki 2002 yılı aşında keçidi bir əza oxub qapsapdım. Düşümdə əza oxubum da avazım sırıq çıxıbdı. Və bir bismillah degan bir keliməni demək mümkün emas deyiş. Adətə biz namazını qəti oxumaysan deydi. Namaz oxumayımız. Endi biz kitap o'qigan vaqtda yoki o'tirganda o'tirib bir tikirib o'tirib qolsak bu namoz o'qiydi deb bilib o'chaqda biz medinalqi cho'qim Xitoyning qonunlarini, turma tartib nizomlarini yodlab yoki o'qib o'tirishimiz kerak. Oyat o'qib qolganmisan ya o'zining dinini o'ylab qolmasin, bizim Qur'on o'qib qolmasin deb kallasda ashuna diqqat qilaylik. Shu Kecede yetip aynen ezan okup saptım ben. Şimdi okusam, oğutuplam. Putumdan ikinci kaybet karvattan, üstü karvat, ikinci kaybet karvat. Üstüden çürüple etiketi söyleyip, ben bütün kiyim yok bedenemde yalan aç. Putumdan ikinci Xitay söyleyip etiketi. Şu tüyede bozuğundan ötkişeceğim, şu dümbüllerim eçilip keteceğim, şu başlarım tez çıktıgılık, kan çıkıgılık. Oylaga chiqdi, birinchi ayda qattiq yig'ib ketaylik, qa yig'ib to'nglab kelsa sheg'ildek ketib ketganda. Ichib Xitoyning ishxonasiga ichidi, saqchining ishxonasiga ichganiga 4 Xitoy kaltak tutib o'tiribdi. Buni qilib sen nima ish qilding, yotqanda yetib debdi, men yotqanda yetib, hech qim jo'libdi men desam, nima deding debdi. Men nima deydim? Nima deganligimni bilmadim dedim-da. Desam sen namoz o'qiding, deyman, namoz o'qimadim. Sen Allahu Ekber deb vaqirdan emasmi deb o tushimni vaqira degan o'sha men o'ngimda vaqirmadim desam shu bu yolg'on gap qildi deb shu yerdan to'yt Xitoy haqıcı yalang'och beden bizning yurtda kiygizib pishirdigan ish vaqt desta putimizda u yangi tepida shunday qilib haqıcı urib ketdi. Endi g'azab ochiq kelgan vaqtida o tayoq madamga uytab o'tamdi, o'tmay o'tamdi dedim buni sezmaydigan bo'lib ketganda. Bu bir yarim soatdek to'rt etib urib hem bedemden su talep kiftimin hem ya topa patkak bedenle layıp gittik. Şüphede kiyimimle çıkıp kiyip patkak layıp bedenge. Kollarımı aldım Mekke mıydı, arkamı mıydı bağlı gittik. Putumu şken sedip boynumga 25 kilo ağırlıkta simini tahtay var. Simini yasagan, kujup yasagan. Onun da özgermez baş egmegen mahbuslarının boynunu esip baş egdirimiz degen qiyt yazanlıkta. 25 kilo tahtayını bir ay kötürdüm. En içkisi bile esip koyalım bu yana kesip değilik. Demek. Kaçan ben hata kıptım tavuk kıldım demesek en ahiri şu 45 gün bir ay geç almaydı. En uzun şu fakat o en içki bir sımdı asqandaki bu yana kesip değilik bazı kan ekip kettik degendik başında. Bir katım biz hemimiz elqabında opçu joynimiz hemde. Üç ayda 4 ayda bir çıkarttım. Munçağa çıkıldı. Hemimizi yalang'achlab çıkıldı. Biz nimini yaman görsek şunu Xitoy qiladi. İjtimoiy o'g'ildan chiqsa bolalar
kichik kiyimini kiyib, onda junish kiyimlarini kiyib kiysa, buncha bizni qifelan chiqib ketadi. Hatta kichik kiyim kiygan qo'ymaydi. Aslında her şu 3 ayda bir jünimiz 40-50 edemni hammani yalang'ochlab, bütün kiyimini saldırıp buncha geçiydi. Hem de o ko'zini yumib menga yo'lni ko'rgani bo'lmaydi. Hamma yalang'och bo'lgandan keyin Xitoydan bor. Echidi hem de qator mashunda shu zalda suv chiqib turdi. Jugan bo'ldi. Shu arliqda men bir og'zimda mening beshtal saldigan shuvamdi. Biz cho'tkalash, og'izni yuvish mumkin emas. Qarasam shu munchiga kirib ben qiliqni eg'iz ag'rin olmaydi menachlik demdi. Tishni og'zimga qilib, og'zimni yurib, qo'limni yurib, bunda bir tarat ag'anda qildim hamda qilsam bismi Xitoy to'ladi. Uni hadisam bo'lmaydi, do'q deb uni tik turmasam oldida bu xatarli ekan. Chiqib Xitoy urib ketdi, munchidan sirtiga chiqiblam. Chiqib yana so'rab buncha saqchini qanchaga ichdi-da. Eshirib yadi qarasam sen tar topishdi deydi. Men taret almadım, joyundum desem, siz deliliniz Guvaçva'da bir Xitoyning telegi to'lib ekilib, bu manda suvni ekilib, qulg'amanda qilib bu taret aldı deb shuning bilan yana 5-2 saat urib, yana esib qo'ydi bu tömey bir narsani. Bunda o'tdik, endi bu bir kun bir aram yo'q. Endi har kuni bir gap so'raydi, masalan, azgin saat majlis qilibmiz, yangi jungu bo'lmiz, kon jungu bo'lmaydi, yangi jungu undan qildi, bundan qildi. Biz Şinjan'da, Türkistan'da bundan 50 yil bun eshak minib to'q, tezlik siritoq, hozir yo'l asfaltlashgan, mashinalashdik, dehqonchilar yaxshi bo'ldi. Qo'sqimiz to'ymaydi, hozir qo'sqimiz keyingi to'ydi, kompaniya rahbariga banda gapni yodlig'iga soladi. Buni degan uni maqolani kunlik o'yin qo'pirab, tamoq to'g'izib, 20 necha dem normalde 12 saat bir kadem acilxonaga chiqamiz. Bo'lmasa, shu normalda maki o'zgarga yadi gap, shu bulongda yo'g'on bir tun bormdi. Unda egizik küptek bina küpni bildi qo'ydaymi küp. Yasma. Onun g'amimiz shuning tarat sundirimiz hamda. Bulongda o tarat qilgan ya bu ya tamoq yem ya yatimiz. Shu tamoq yeydigan, tarat qildigan, yadigan yana arliq 5 metr kelmaydi arliq. Shuningdek doirada. Onun nejedim ahvol bu. Hem de şu narsani yodlayolmasak biriflam shu yigim necha dem talat qilgan to'g'ni og'zini echib, buni engiztirib ashundan qaritib qo'ydigan gap. Buni ham de necha qadam qaramagandan keyin qaritib qo'yib, oxiri putimdan tutlab tiqib etib, mushakka chimdiradigan bo'ldi. Andan buni ichidan elib, mush quloqlarim, ko'zlarim eriq poq to'lab ketdilik. Bunda silkisam çeklep gittik. Kolu bilen bunu eğitkini koymaydı. Köz gitip gittik. Adet ağzımızda cık neyse kirkittik. İnsan eşim bulmaydı iken dedim de. Demek muşunda küllüdemde bizden alıqı deslaptaki küllüden bu yağ küllü nahit eğer olup gittik. Hem andan keçkisi otağızım. Mesela üç edem oturumuz siyasi mahbus. Bana bir kalem lazım ya bir yağız gibim var mananga dep qilib qalsak bizni bosh ko'radigan bir Xitoy var. Jinoyatchi Xitoy. Onun qadaymiz. Onun yana bir yatağının içinde 3 başlık var. Evvel en tüyen başlığı deyimiz, anda o yüzden yukarısı deydi. 5 edemnin ruhsunu almay turup bir çapanın tüyümüzü itiş ya çapanı seriş mümkün emas. Bu derecede. Maşallah da hem de bir vaqt bir iş oldu. Özara bizni qarşılaştırımız deb bir yatakta 18 siyasi mahbus var ekan 9'ni ayağını tizib qo'yib, mesela sizlar bir siyasi mahbus bo'lsa, men sizlarni menen o'g'ilsizlar. Sizlar meni urug'liq. Men sizlarni 50 testek uraman, sizlar meni 50 ni urug'liq. Agar men sizlarni ikkimizni to'xtatib qo'ydi, sizlarni men chang qilib birini uraman, sizlar meni chang qilib birini urug'liq. Biz bunda dinda bir o'qigan bir qayrindosh odamlarda shu ulumuzlar bizni o'zi kelib. Men miya turman, sizlar meni ching o'stirib, sizlar yaxshi. Ne sen yaxshi o'zing deydi. Men sizlarni manda urib boshqa urib qo'ysam, kelib men bir o'likda yaqiydigan ikki Xitoy biqinimda kaltesib turdi. Urib yatqizib turdi.
Şu çağda menin o bedenlerimi yerilip ketemdi, kan ek ketemdi, sınıp ketemdi, kârı yok. Urup kupanmayı halimden ketkendik, eşki söyleyip eşkitdi. Söyleyip eşkitdi, bu neye ketkenlikini, hayatımı tekimci kadar bilmedik. Andın demek ki özüra birbirimize karşılaştırış için bu kıldı başka usulları bulup gittim. Bunun şu Allah'tan da yani degende kelqamcı nurcıqlar menin kallamdan çıkıp ketdik. Cık bala turmada yoqap ketdik. Enandan başqa hamda Xitayning bir işi her yili 3-nji ayda bir sual var bizge. 500 tane sualını oturup koydu. Ma bek muhim narsa var. Bunu bütün dünya halkı anlaş gerek. Yılda bizge Türkistanlık Xitayga karşı men musulman, men Türkistanlık deb vatan, İslam ve millet vatan davası qilib kelgan adamning hammasi Xitayning eng yomon düşmanlari, Xitayning qarishchi. Demek birsimizden yılga 500 tane imtihan sual var. Her yıl ben 4-nji, 5-nji aldı bunu. Demek bu ılqı. Birinci qatamliq sualı nima? Allah var mı yok mu? Endi Allah var deganlar onu mesela Allah var mı yok mu dese onu tushuntirishga bo'lmaydi. Allah var, lekin bundaq barlig'ida bir isbot bu deb tushuntirishga bo'lmaydi. Yoki bor yoki yo'q. Yoki shundaq yoki shundaq emas, yoki yo'q ha deb yozamiz endi. Bir ketekchiga Allah var mı yok mu? Ikki ketekchi bor. Bor desek to'g'ri belgi, yo'q desek xato belgi qo'yib qo'yamiz. Onu tushundirish, izohat berishga huquq yo'q. Birincisi Allah var mı yok mu? İkincisi asman ve zeminni Allah yarattı mı ya emgek yarattı mı? Andın Kur'an-ı Kerim bütün insaniyeti kutkuzalamdı yok mu? Şerq Türkistan Cungu'nun ayrılmaz bir kısmı mı yak ayrım devlet mi? Sen türmet namaz okutamız yok mu? Bundan namaz okumsan, çıkkandan nemiş kılmakçısın. Yani Şinjan Xitayning yani Cungu'nun ayrılmaz bir kısmı mı? Ayrılıp giden kısmı mı? Şinjan yani Uygurlar Xinzullar bilan bir yerde bir Cunga milletleri bilan bir yaşlı taraqqiy qilib güllenemdi yoki ayrım yaşsa güllenemdi. Yoki ha deyishimiz kerak. Tushunishga bo'lmaydi. Shu namoz o'qitamiz yo'qmi? Osam bin Laden qandaq adam? Şerq Türkistan ilqalan tashkilot qandaq, o'chi qandaq adam degandek apirib Aşındaq sualda esas hammamiz bizni ya ha yoki yo'q degizimiz ha'si kafir qiladigan, bizni dindan chiqaradigan Xitoyning degani bo'yicha, Xitoyning istagani bo'yicha bir gap qilsak, masalan Alloh astagfirullah, Allohni inkor qilish, Qur'oni Karim insonni qutqizolmaydi deyish degandek bundaq javob berishdan o'zi bizni kufr qilib boradigan narsa. Biz elbette Allah bağdır, elbette asmanımızın Allah yaratkan, elbette Kur'an bütün insanı kutkuzalaydı, elbette Uygurlar ayrı bir millet, ayrım til yazıqı var, ayrım devleti var. Xitayda hiçqanday medeniyet, til, medeniyetlik, milletdaşlık alakası yok degandek cevabını versek, o çağda Xitayning en yaman edem bulup çıkarmız demek. Bundan jiq edem yazın Arabikada imtihan jiq. Aşındaq yazdırıp imtihan epi olğandan keyin endi bu özünün aqida meydanı çıngıp durup öz istegendek cevap bergenler ayrım muamele koşurup endi bu Xitayning degeni boyunca Allah yok degenden başlap ketip Cungu ayrılmaz bir kısmı emas Şinjan Uygurlar şu Cungamlardan bir kısmı ezelden Şinjan Cungu'nun bir fırgı biz ayrılmayımız üçten ayrılmazlık asallık köpten Xitaylı Uygur'un ayrılmazlık Uygurluk köpten ayrılmazlık bütün Cungu'daki 56 millet birbirinden ayrılmazlık degende gepte Xitay geldi o ayrım. Yani bunun başka işte ben misal bu adamlar birinci derecelik adam Xitayning degeni boyunca mangal yürümanıdı. Tek durur. Demek ki Xitayning ra'yi boyunca cevap bergenler bu 4 yıl emdi ayrılımız. Bunun 4 yıl adamga 4 yıl kartı verdi. Qizil kart asqalla tek xatirjam mağdı. Emdi seriq kart asqalla ola kolunu müzikede mandaq mağdı. Hem de yani bir kartta qo'ng'irdan bir kart var.
Bunu asqalla iniş mağdı. Bunda. Hem de yeşil bir kartı var. Bunu asqalla ömülep mağdı. Tötqil mamuk şiraqlıq. Endi men şu ömülep mağdan qatağı çıkıp qeydaqlıq. 2004 yılda degендek. 2002 yılda degендek. Şu mezgilde şu anam tuncu qadim keptiken turmağa. Şu tolayda desem anan kepti o kürüşemiz deyir. Men 5 yıl kürüşemege anam kendisi men kürüşmem deme. Demek men anam bilen yatqan yataqdan anam bilen kürüşdiğe yegjarlıq 1,5 kilometr keldi. Tanış çoğun. Men aşağıdan öyden çıkıp anam bilen kürüşdiğe yegjar ömülep berişim gerek. Tek benim için hukukum yok. Sen anan kepti köreşsen öyden çıkıp aşağı ömülep basan körüşse bu körüşmez dedik. Ben ömülep baraydı anam gezmiş umula bas bara hemen. Körüşe anam bilen dedim. Aşında appağam oldu. Demek ki muamelesi hem de bu tötqil adamdan içinde en qaddi eğir başqurulub ömülep mağdı Allah. Ata-anasıyla jildir qadim körüşüdü. Fakat hüzran gep qilishmaydı. Eynekden olsa körüdüm ben. Gepni anlap turdu hammadan. Qaddi nes aldırmaydı. Pul almaydı. Yemek içmek ekes qaddi ağın koymaydı. Bizden gül qaqmadam degендek nesli naq pul ağın koymaydı. Hem de bundan yaxşıraaqda degендek en Xitayga yaxşı boysunluq aldırı. Bu namaz oqıbırdı, o seydi qıldı, bu Qur'an okudu, ma Xitayın tilladı deb çeqimçil Uyğurun içinde edem namaz buldu eken. Bulan bazı ürüp jürüydü. Ayda uyga xizmet alaydı, ayda bir körüşədeydi degендek ata-ana bilen küreştirmeslik işleri bilen tarkib arıp baş kurup mahbuslanır. Ayda qılıb etdik eken. Asasen dinden yiraqlaşıp imansız küfür qılıb etdik inşallah. Bu yerdeki bizlik noqtliq temalar hamda biri siyasi mahbuslarni o'zaro bir-biriga dushman qilib ishonmas ittifoqsiz qilib bir-biriga yomon qilib o'tish. Bularni namoz va ibodatdan orib buni fasik qilib faqat o'zining dinini unuttirib o'tish. Endi buni eng meynat holati beqib bularning aqlini bulg'ib o'tish. Endan boshqa bularni faqat Xitoy tilidan boshqa hech qanday til so'zlamaslik. Misol biz 2001-2002 yilda men dedim biz Xitoychani, inglizchani pishiq o'rganamiz deb niyat qilgan. Ammo men jiq material ko'zib berib chiqaman, hamma tatib olib qildi. Keyin hamda avvalda Xitoycha o'rganing deb qo'yaqliq hamda. Ay o'zi 30-40 yaşga Uyg'urlarimiz Demin bilmeydik. Bizden Uygur tilini bilmeydim. Uygur ismini yazamayı kadar bağ yani bizden. Siyasi mahbustan içinden. İsmini yazamaydık adamını aşı Xitay'a kadar aşağı biz zulümden kurtuluş için Xitay cügüne giderken. Xitay cügensanlı yaxşı, Xanzu cügensanlı yaxşı, bu Xanzu tili devlet tili. Dep apırıp nimde demem la? Xitay tili değil. Bugünden başlap deydi. Jungo'da Xanzu bilmegendeki nay yok yaşayamayı deydik. Senin tilin nime Uygur tili çok yokulaydı bugünden tadım. Senin tilin til emas. Senin tilin til emas, sen adam emas deydi. Sen hayvan, senin tilin til emas. Yana bundan keyin Jungo'da Xanzu bilmegen adamga nay yok deydi. Yaşayma desen Jungo'da Xanzu bilişin gerek. 50 yıldan keyin dünyada Xanzu bilmegen nay yok deydi. 50 yıldan keyin dünyada Xanzu bilmegen nay yok. Çünkü Xanzu tili bütün dünya tili bo'ladi deydi. 50 yıldan aldın yerimde Jungo'da Xanzu bilmegen nay yok. Xanzu tili bütün devlet tili. Moğol, Qırgız, Kazak, Uygur, Tibet, Zangzu hemmesi mutlak Xanzu bilmese Jungo'luk bolanmaydı. Bu toprakta yaşayamaydı. Deydik. Anda yüzümüzden tilini mesela kıyılıqlıq. Bu oğanı geldi bir yerde bizlik. Ben bugün tadı bir şey kız qattiq bugün tadı Xanzu gap qilsa Uyg'urcha, İngilizce ya Yapon tillarida ya Arabchada bir yozga qo'shishga ruxsat yo'q deylik. Endi bu qatorda men qopab men bugündan tadı bir eg'iz Xanzu gap qilmayman.
Uyghur sözleyeyim hemen. Ya ki öyleme ya Uyghur gap qilib deb açıqlashib, Xitoy bilan mushishib, bo'g'ishib, tayoq açığımız bilan gap deb sele qildik. Shuning bilan 4-5 ay bir yil yaqinmay ketdik. Hech qanday gapim qilmay. Bu araliqda tilini tishlab tükürib ketgan bo'ldi. Mushunday qachib Salan chiqib bilan mushagilan shu mushunday yagidan urib bersa mumkin. Tilini to'g'ri yuzgan qashla. Mushu balalar o'sha mushu balalar yosh balalar tili tishlari ishtik nayti tishlari bo'ldi ekan. Tishlab turib bilan inkin taraq urib berib urgandan keyin mushularlar tili to'g'rilab ketdi ekan. Adam tili uchi ketgan degan qachob ketdi. Bak zulmning alqi. Egizdan chiqqan gap uchun tatadigan xo'rlikning azobini bana bundan bo'lib ketganligiga qaraymanda. Misal Qağlıq Abdurrahman Qari degan bir adam bal aşında şu gap qilgan unutmagandan keyin uni mena bir taxtayga bağlab etaylik. Bunda ikki tek taxtayga ikki qo'lidan menda putidan. Jiqadan bağlab etaylik. Menim o bağlagan bol udaycı deb olmadım. Ay balına 3 ay 90 gün munda tatib etaylik. Ağızdan mallık nemene uşaqlıqı gözündən aşdan suydaki nəsini sıqıb üçürüb etib tamaq yeyilmez qılıb etaylik. Taqaqları balından bu sümekleri taxtaya tegib, içib, jirangdab mushunday ko'linib ketaylik. Piyoladek yağaq paqdek kama ichib ketaylik bedellerden aşı. 90 güngacha yağaç tegib qo'ygandan keyin arliqdan hava ötüşmey, sesib, təlib, jirangdab, eqib, jirangdab çıqıldık. Yani Abdurrahman Qari yarım bala var küçük. Onu şu turmu vurup bu putqulunu sesleyip tüken. Endi bu putqulu sesliğandan keyin bunu derhal kesip etmey. Bu put zehirlengen bedenden bu yuqori qarab mengib müşagich kelib bu putu eli qunaqning shexidek qurib hech qanday go'sh qanmaqliq sunik izib ketdik. Bu taraf bütün qurtlab bunda qurt bijan besib ketgan. Bu mu shu ashunda o'lib ketib qolib turibman shida. Demak, endi o bizga turmada kelayotgan masala endi men taxminan deyman Xitoyning turmusida men bu turmada 15 ming odam bor. Misal 2005 Rabia Qadir turmadan chiqib Amerikaga ketgan vaqtda Xitoyning turmusiga biz ahvolini debdigan. Degandan keyin Xalqaro Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan inson kishilik huquq komitetidan bir odamlar kelib turmoq keraklik. Kelgan vaqtda shu turmushdagi nufuzlik nafsini bildigan bo'lar, shu xalqaro kelganlar. Bilib to'g'rilab ko'rsa, bizning bol inglizcha bilgilik beradi. Xalqaradan kelgan ingliz so'zlashiglik. So'zlasa sen turmuning ishida ingliz so'zlashding deb uqaq ketgandan keyin shu bizning bir eg'iz bu Xitoychadan boshqa til qat'iy so'zlamaysa dedi. Bütün şu Xitoycha kitobdan boshqa bütün Uyg'urcha hamma materialni tatib eshitib biz şu Xitoyning davlat qonunini, turmuning tuzumlarini yodlaydigan narsa qo'yib boshqa eshitib ashunda bizni quritib etdi, ma'rif ya televizor yo'q, ya gazeta yo'q, ya kitob yo'q. Ayna qildi keyin yandırıcılık qildi, yandırıcılık keldi bu adamlar kelsa şu 3000 adamni chiqib qo'limizga bir taldan non, bir istikan suv tutqizib, yarasi qambatechirib. Kündüz tanga qışın yüzden Xitoyning Beijingdan, Urumchidan Xitoyning davlat yuqori davlatning yuqori odamlar kelsimi biz yarasi qambat edi bizni. Hech kimni ko'rishtirmaydi. Aslında talay qildim bizning xalqaradan yoki dunyoning u yerdan yoki Xitoyning Urumchi yoki Beijingdan taftishdan, sotdan, adliya idoralaridan kelganlarni ko'rishtirmaslik uchun aslında yaraslar qamab künim haqqı bizni deb qo'ydi deb. Aqlliq. Endi bu yerda bugungi kunda Xitoy turmusida deymanki 5 million odam turibdi deb qarayman men. Biz ashadagi bu vaqtda hem de hazır vatangi bağımın kadar bu işini his kılamaydı. Fakat hem de azrak muş xenzoldan ağrıp kesek uzattı.
ayrı bir devlet olsak, ya gibi namaz kıvalsam bulundu. Degedek muşundan namazga yoki Xitoydan bilinishga azroq ko'nglim mayli edimni ham Xitoy bilib remchidek bilib qilib buni mutlaq qilqi turmaga elib izdireksiz yo'qotib o'tishdak shunday bir cho'ng qilliq siyosatni Xitoy 2005-yildan tortib qat'iy boshlaqliq. Odatda 2009 Ürümçi voqeasida şu 10-15 bin adamni bulaq beş ko'chida qamab atrofdan o'q tutgan yerini ana dunyo bilgilik uni Amerikadan jiq taqtiqliq ay ballarni bizning inimiz men turmuş chog'ida inim qatnashib kelmoqchidim. Balani qavab ekilib qora qo'yaq etib bizga döylab mashinaga besib echirib turmoq to'kaglik. Bizni qambi tutup bizni köketmey Aylık goşvasızlığa yoğanı kozub kılık maşinaga kamaz maşinaga besip geçirip balını qo'qin basqandagi töpsü bilip etip bağlap taşlab maşinaning üstüge ekirip turumdan çığa ekirip maşinaning ağısını içip tökep çambuğa tökkendek maşina ağısı bu tarafta 15 o tarafta 15-30'dan asker quludi kaltak tümürgeli tutup turuldu maşinadan tushgan bala tushib ikki tarafda yani o tarafta 15 bu tarafta 15-30 asker balın bir işkeden kaltakta uruqluq 30 adamning qo'lidagi ishkeden 60 tane kaltak tümür kaltakta işeden bana saq chiqgan turmak keraklik o'laylik yani. Demek bana qopamagandan keyin bespadamiz vatücü ölen usiydigan mashinani bes usib apirib Ürümchidan nariga apirib bir tuzlarni ko'mab cho'nqurib 8 saat içindeydi. 8 saat içinde 10-15 bin adamni eti puyu maşinaga besib apirib Ürümchining shahri atrofiga ma'lum bir yerga apirib yo'lni atrofdan 2 kilometr yan to'sib tutma yo'lni cho'ng yo'lni kezib tutam 10 metr ko'lab vatujel ko'lash mashinasi bilan ko'lab ko'mab kechi chifsin to'p tashlab tundurib may besib yani yo'l qilib yetiklik kechi buni ay kirib qolganlarni Xitoy o'tirib yetiklik bir naqshvat Ürümchida Mirzaydimi elqi tarkuji deb naqsh o'qigan medan ba mayli İstanbul mayli Parijdiman elqi seni eslab unutamadim tarkuji degan naqsh o'qigan medan ba elqi Şinjangda şey deb qo'ydi shu maktabdan kelib o'qituvchisi shu adam ko'rib qolibdi ekan ashini o'tirib yetiklik bo'ldi keyin turmada chiqqan yoqqa bo'lib qo'shildi demak endi Xitoy hamda hozir bu Mao turmadan chiqqandan keyingi ahvol hozir Xitoy bizga qanday muomala qilyapti bir turmadan chiqqan yoqqa bo'lib qoldi bu ishlar hamda hozir biz ne vaqtligidek endi bunda normal emas hozir ahvol endi hozir Xitoyning davlat siyosatini hozir Uyg'ur qo'llangan siyosatini Uyg'ur xalqini nega qislayotganligini faqat ba'zi Xitoyni tushunadigan bilmascha qadamini bilinmaylik. Hamda hozir Xitoy qisqig'ini mushu 21-asrda mushu 2020-yilga bag'acha Xitoy butun Xitoy hukumatiga qarshi fikr iddiasi bor. Har qanday adamni yo'qotib Xitoyning Xitoy yezig'ini umuman bizning yesli boshlang'ichgacha butun maktab ana til qilib qo'llanib majbur tengib o'zimizning tilida Uyg'ur til yezig'ida qat'iy maktabda dars o'tmaslik shartini hozir Xitoy 2020-yilgacha buni mutlaq ijro qilishga hozir shunday sesi chiqadi. Hamda hozir o turmadik masalani turmadik balani qutuldirish hamda mumkin bo'lsa qutuldira olsak yaxshi, ammo bu balani boshqa Xitoy mag'lub bo'lib vayron bo'lib tugisa yoki chet eldan bir kuchli bir qo'shin berib bu turmaning sepillarini buzib buzib chiralasak buni qutulish imkoniyati bor. Bo'lmasa bolalar hozir masalan 2002-yili
Konu turumudun yeni turmağı bir köçeş bir faaliyet edip vardı. Şыңғыстай zamanından қалған biz yuqudalik poqsudaki menini bizning bağlab zincirlemey baş qo'ygan bir turmusi var. O turma 2002'deki turmusi 2013'ga 2003-yildan aşqanda başqa bir yangi turmusi tilib o'tirmoqimiz yetkedi bola. Şu çağda biz shunday jaq adamni ko'rdim erkek vaqtimiz. 50.000 adamni o'zimiz 2 turumning oraliqi 3 kilometr keladi. Turumning atrofida sanjaq askar, tağın kişilik askar mıqtek turib qurollarni bizga turg'liq. Biz 5 qata olab, bütün o'zimizni yudikay bilan yudib appadik. Qaytib kelib karvatlarimizni appadik. Şu oraliqda endi qachonlar qamalganini bilmaymiz endi. O'zi 70-80 kirib qolgan. Biz faqat Uyg'urligini bilamiz. Qirib ketgan. Ya saqal chachlarini qirib etgan. Aşqapaqning leşidek qirib, aqirib, aptab kömey. Aran ko'zi pildelab qolgan qirib boylar. Nurg'ullarni zembiliga besib, kötürüp, haruğu besip, elip ayna yüdüp toşudu, jik edem toşuduk. Toşudu balla turmağa. Bir ayaklı gel kuçuruşatı yok. Sen kim o? Nereden? Ne bulab kirip kaldın? Sen kayadın sen de hiç kim gep kalanmaydı. Bu adamның bu elbazı qarasak bu turmada valla 20-30 yıl 40-50 yıl yatqanday bularning umumilqi ahvol emdi. Demek hadi bir yerde mening kelqi Afganistan'da 76 cihad başlandı. Hazırlık geçe 40 yıl bulaqlıq. 40 yıllık Afganistan'daki cihad hareketi. Hatta bugün Suriye tutuşuqlıq. 40 yıl dünyada cihad uruş oldu. Guantanamo turmudan, Abu Ghraib turmudan degandek, Palestin'nin turmudan, Pakistan turmudan, nurg'un turmudan jiq edimni qutqizildi mahbuslar. Hazreti Saddam Hüseyin 90-yılı İslam Kerimovlar özünün devletleri müstakil boğa baqsı jiq mahbusni qo'yib etgan bo'ldi. Saddam Hüseyin Amerika Irak urushidimi jiq edim ama bizning Türkistan'da Xitoy ishg'ol qilgan 50 yildan beri hozir 60 yillik bir odam qutqizildi, bir odamning bir erkak ya bir qiz gap xalqarada ya bir o'q etish hozir bo'lmoqliq. Endi bu adam qachon qamalganini bilmaymiz-da. Endi hozirgi shu Xitoyning qo'lidagi 5-10 million odamning hammasi endi hozir demak bütün vatan turmağa aylanib ketdi hozir. Demak bunu qutqazmasak bizning yani bu majburiyatimiz bek og'ir. Turumning ichidagi bu voqeani men so'zlab tilim tugitib bo'lmaydi. Endi meningki bu umumiy turma hayot ve turmadan chiqqandan keyingi Xitoyning vaziyatini kuzatishimda endi hammadan bu chet elde yoki vatan ichida islom da'vosi qilayotgan, vatan da'vosi qilayotgan, mustaqillikning da'vosi qilayotgan odamlar intayin jiq ko'rdim endi 8-10 yillar bor ekan. Endi hozirgi bayon degandek endi bu dunyoning nurg'un turmalaridan 40-50 yildan beri jiq odamlar qutqizilib ketgan ekan. Yani bu komünizm yani Avrupa'dan küçüyüp gelip bütün Rus zamanını kaplap Rus'tan Xitoyga o'tib dünyada bir köylenge bir bulutdek o'tib ketgan bu komünist tushunchasi aqidasi bir komünizm dunyosi endi biraz besiqib tunjuqib cho'kib endi bugun biz Uyg'urlar bajirib kelganda bu narsa bizga cho'ng bir balay apet bulaqliq. Endi hozir Xitoy Şarq Türkistan'ni saqlab qolish uchun shu o'zining o'tmishdagi Ruslar va Rusdan keyin qolgan kommunizm qabul qilgan kommunist aqidasini qabul qilgan bo'lsa-mu, dunyodagi Yevropa va Rus tuproqlaridagi kommunistlar cho'kkandan keyin o'zi junguchi bir sotsializm, junguchi kommunist degandek buni o'tirib ko'tarib chiqib bu Xitoy faqat bütün kuchini ichki o'lkasida emas. Faqat Sharq Turkistondan Uyg'urlarning bütün yashash, bütün durumlarini, bütün faaliyetlerini, bütün hayotini Xitoyning ishg'oliyatiga, ya'ni kommunizm nazariyasiga moslashgan bir vaziyat, bir jabin barpo qilamiz deb Xitoy bugun tarixdagi eng bir g'aljirlashgan bir davrni bosh qo'ydimda. Demak, Xitoy bugun Turkistonni saqlab qolish uchun darajadan tashqari bir siyaset o'ynayotdi va qo'llanayotdi. Demak, Xitoy Turkiston haqidagi, ya'ni
Sharq Turkiston Jungoning aylanmas bir qismi degan bu siyosat ostida, bu quruq da'vo ostida butun dunyoni aldab o'tadi. Bütün Arablar, Ajamlar, hatta Amerika, Yevropadagi butun dunyo xalqi Xitoyga oldini o'tadi. Xitoyning hozir bütün axboroti %95% yolg'on. To'qilma quruq gapni to'qib taqitib, demak dunyo xalqi umum axborot jihatdan Xitoyning vaziyati, Xitoyning siyosatini, Xitoyning ichidagi davlat ahvolini dunyo tushunmaylik. Men bilaman Xitoy bugun mag'lub bo'lgan bir davr. Xitoyning davlatida yuqori deb o'tdim, turmada ba'zi haq, nahaq bir dadarish bo'lib qolgan vaqtida biz ba'zi gapni qonunga tayinib turib, Xitoyning davlat qonuniga bugungi ilhom to'xti qarindishimizdek, sening qonuningda bunday gap bor emasmi? Men bilsam, men buni qildim. Sening qonuningda bo'lgan uchun qildim desak, deydi Xitoy bu davlat qonuni yo'q degan, nech qilib saqchilari. Jungoda qonun yo'q deylik. Xitoyning saqchilari jungoda qonun degan narsa yo'q deylik. Bu jungoni, bu davlatni faqat pul bilan, Qur'on bilan boshqargan davlat bu. Qonunni davlat tuzadi. Bu eng tuyan qadam xalq bunga bo'ysunadigan narsa. Yuqoridagilar qonunga bo'ysunmaydi. Qonunni tuzgaydan bo'ysunamdi qonunga yoki uni puxra bo'ysunamdi degan gapni ko'tarib kelib, bu davlatda qonun degan narsa yo'q, faqat 1 milliard, 100 million jungo xalqini faqat Qur'on bilan, pul bilan kontrol qilmasa, qonun bilan boshqa bo'lmaydi. Deb o'zining qonunini o'zi e'tirof qilmay, faqat bu davlatni zo'ravonlik bilan, qaroqchilik bilan, chekinashgan zulm bilan idora qilganligini Xitoyning saqchilari turmada ifodalab qo'yganlik. Endi hozir bizningki ahvolimiz, Uyg'urning bugungi ahvoli mayli Menshingning zamonidagi yoki Gomindang zamoniga o'xshamaydi. Yoki 1970-80-yillardagi burungi vaziyatga o'xshamaydi. Bugun Xitoy Uyg'ur xalqini til, yoziq, din, e'tiqod va millat, madaniyat, vatan, umumiy jihatdan butkul tug'dirishlik cho'ng bir qirg'inchilik o'tdi. Demak, hozir Xitoy nima qilyapti? Shu Urumchi voqeasi bilan G'ulji voqeasidan Xitoy cho'ng bir saboq oldi. Urumchi qatlamida Xitoy bizning qizlarimiz umrida saydi qilib boqmagan, namoz o'qib boqmagan qiz bolalar, hatto Ayshirat xondan chiqqanlar quduqqa tash elib Xitoyga Allohu akbar etiqliq Urumchi voqeasida. Shu Xitoy bugungi kunda bu xalqning bir Uyg'urning tug'ilmaqi biz uchun bir dushman tug'ildi ekan deb qarab, endi Xitoy bizni yo'qotish uchun cho'ng bir o'tganlik o'tdi. Yesli bolasidan tortib, boshlang'ichning bolalarini yesli bolasidan tortib, boshlang'ich to'liqsiz to'liq o'tirg'ichi bolani 0 yoshdan, ya'ni 5 yoshdan tortib 20 yoshgacha 15 yillik o'qishni bolalarni faqat dindan yiroqlashtirib, islom dinini e'tiqod qilmaydigan, Xudoni e'tirof qilmaydigan, o'zining maymundan turilganligini, faqat Uyg'ur yoziqini qo'llanmaydigan, Uyg'ur turmush madaniyatidan ayirib tashlab, faqat o'zi qo'sh kafir qilib tarbiyalab chiqish uchun 20 yoshdan tuvan bolaning jamiga kirishi, namoz qilishi ve ata-onasi bilan birga diniy faoliyatga qatnashish qat'iy cheklanib, bolani faqat o'zi o'xshash sab kafir qilib tarbiyalab chiqish uchun 20 yoshdan tugan bolaning hammani Xitoy maktabga qamal qildi. Maktabga buni qavdi. Endi 20 yoshdan yuqori 50 dan tuvan sizlar bizdagilarni endi buning Xitoy butun Uyg'urni iqtisoddan arib, iqtisodsіз qoldirib, pul uchun har qanday rezillikni qiladigan bunday aqidasiz, sharafsiz odamni ko'paytirib olib, vijdonsiz, g'urursiz odamni ko'paytirib olib, pul ehtiyoji tufayli ularni o'ziga xizmat qiladigan, o'z millatini, o'z diniy musulmonlarini kufrga chaqiradigan va uni sotadigan munofiq, xoin, jasuslarni ko'plab tarbiyalab chiqib bizdan o'zimizni sanmoqchi. Buning uchun Xitoyga bo'ysunmay, bosh egmay, iymon va islom, vatan va mustaqillik, millat davosini qilganlarni musharqlik kontrol qilib, bulan yoki chet elga surgun qilib chiqarish yoki qo'lga olib, etib, bostirib yo'qotib tugatish. Bugungi kunda 2014-15 atrofida 10 mingdek odam chiqildi Malayziya orqali. Men 90-yilda bizda qilib kelsam Xitoy bilib qildiqlik meni.
Bugün gün 10 bin adam çıkıyor Xitay bunu bilmeye qaralık bildi Xitay. Demek hazır Xitayga birden bir Xitayning 5-ni qatırvatgan adam 20 yaşdan yuqur 50'den töven muş adam yaşlı adamlar. Bularning itiqadliq o'zi mustahkam itiqad Xitayga bo'ysunmaydiganlarni qo'lga olish, etish, bostirish, o'ldirish buni tugitib o'tish. Yoki bularni itiqadsiz, vijdonsizlarni o'ziga tortib, pulga setib olib, buni 3 vaqt tamoq uchun Xitoyning ichki tilini to'mosda qo'shqani baqamaydan qilib qo'yib tugitib o'tish. 50dan yuqori, 60dan yuqori ham qiyinligi pul berib, oylik pul berib uni beqib qirib o'ldirib o'tish. 50dan yuqorilarni beqib qirib o'ldirib o'tish. 50dan tuban 20dan yuqorilarni chet elga surgun qilish, qo'lga olish, bostirish, o'ldirish arqali buni tugitish. 20dan tubanlarni apirib, sap o'zi o'xshash kufr qilib tugitib, yani 50 yilda Xitoy bu Turkistonda o'ziga qarshi hech qanday kuchni qo'ymay, Uyg'ur millatini, bu Uyg'urning dinini, til, yazık ve medeniyetini bütün çöktürüp, dünyadan pak süpürüp tüketip, Uygur degan milletin dünyadan püttürüş, fakat tüketüş için Xitoy çok bir kırgın öttü hazır. Şunu deyimem, bugün günde dünyada biz deglik, Esa Yusuf alıp tikille 50 yılını yakın chet elde, 60 yılını yakın dava kılığılık. Quruq jozada oturup, vatanim azat aqch ko'kshi degan bu gaplar 60-70 yil dunyoda davom qildi. Uyg'urga bugungi kungacha hech qanday manfaati bo'lmadi. Hatto Afg'onistonda yak operatsiya Suriya tuproqida elib borgan jihad ishlarining bugungi kunda Uyg'urning Xitoydan tatayotgan zulmining azroq yengillishiga hech bir sabab bo'lmaganligi. Gerçi bularni biz to'g'ri qildi deb qarasaqmi, Uyg'urning bugungi siyosiy, iqtisodiy, e'tiqodiy masalalarda Uyg'urga hech bir umid bag'ishlamoqlik bu masala. Shuning uchun deyman-da, bugungi kunda biz endi bu xalqi herkes men quruq da'vo deb ayblamayman. Demak, bugungi kunda mayli Amerikada bo'lsin, mayli Yevropada bo'lsin, mayli O'rta Sharqda bo'lsin, mayli O'rta Osiyada bo'lsin, mayli vatanning ichida va sirtida bo'lsin, mayli qurolliq bo'lsin, qurolsiz bo'lsin, islomchisi bo'lsin, millatchisi bo'lsin, mujohid bo'lsin, kim bo'lsin, bugungi kunda bütün aş vatanda tug'ilib o'sgan, o'zi Uyg'ur ekan, o'zini musulmon deydi ekan, mush vatanning davosini qilayotgan har bir kishi bugungi kunda qattiq o'ylanib, 5-10 yil ichida darhol Uyg'urga, Xitoyga qarshi harakat qilmasa, bu millatni qutqazmasak, biz qiyomat kuni mengu Allohning oldida lanet bo'lib ketadigan. Demak, 1000 yillik islomiy tuproq bu. Bizning davlat atamiz Bo'g'raxonning qo'lida islom keltirilib, 1000 yil islomning tug'i bayroqlar lapildigan, 1000 yillarda islom din taraqqi qilib gullangan dunyoviy katta olimlarimiz yetishtirgan bir tuproq. Bugungi kunda bizdek yaramaz, vafosiz, xiyonatchi avlodning zamoni kelgan bu zaman qo'ldan ketdi. Dinsiz, kommunist, eng madaniyatsiz bir pastkash millatning qo'lida bu zaman payqam bo'lmoqda. Bugungi kunda bu milletni qutqazmagan har bir kishi eg'ir javobgar bo'ladi qiyomatda. Qiyomatda bo'lsa bo'lib bunda qimmat. Bugungi kunda Xitoy nima qiladi hozir? Yillik 3.500.000 Uyg'ur qiz bolani Xitoy ichkariga o'tkazgan qaror topdi hozir. 2013dan 15dan boshlab 2013 qatimliq 5 yillik planning umumiy plan projeda Xitoy yillik 3.500.000 Uyg'ur yoshlarini ichkariga yetkazib, butun din, e'tiqodi, til, yoziqni mutlaq ag'arib Xitoylashtirib o'tish. Bunu Xitoylardan evlendirip, kızlarımızı Xitoyga berip, fakat Uyg'ur degan bu millatni tug'ib, ko'payib avutadigan bu manbani, kelgisining bu analarını bütün Uyg'ur tug'may Xitoy tug'adigan qilib o'tish uchun Xitoy bütün qo'lidan kelgan siyosatni hozir qo'ldan oladi. Biz endi chet eldagi bu datalashni, bu ixtilofni yo'qottirib, bir bayroq ostida uyushib, hammamiz agar davoyimiz, gibimiz rasul bo'lgan bo'lsa, biz emniyetçen bo'lsak, bu davoni biz tilimiz bilan, dilimiz bilan, pilimiz bilan qilmoqchi bo'lgan bo'lsak, biz bugungi kunda bu millatning bugungi bu xatar holatiga bir tadbir qo'llanmasak bo'lmaydigan bir nuqtaga, bir jiddiy bir vaziyat kelib qoldi hozir. Men shu hamda butun dunyodagi Uyg'ur qarindoshlarimizga ve Uyghur davasının, Uyg'urning vatan ve millet İslam davasıga ko'ngil bilib ve bunun hissaslik qilayotgan başka qarindosh milletler ve bu bizning bu davoyimizni qo'llayotgan dunyodagi bütün kishilik huquq
insan hakları teşkilatlarındaki bağırlık dostlarga bu meseleye ciddi qarab, Xitayni bugün derhal çöktüğümüzse Xitay Uygur'u emas, İslam dünyası emas, Xitay bütün dünyayı tehdit. Xitay yüzününki bu emelden kalgan hiç kandak bir delilsiz, menbesiz komünizm bayrağı bilen bugün günde dünyaya zor bir tehdit olup durmakta. Bular Uygur halkı, Orta Asya'daki Türk halkları bizden bugün günde Şanghay hemkarlığı bilen Kırgız, Kazaklar, Özbekler, Rus bilen Xitay'da bu düşmanınki tükmürüge sokuyup, otun ulugaytıp, yani Uygurlarını Orta Asya'da yetim kaldırış için bulama. Bu yolu mena odadı. Hem de ayının 15'i, karan 15 aydım. Uygur'u tanıdığın külüm keldi bir gün. Hem de bu derecede bu kestik bulmaydı. Hem de akıllı var her bir insan bunu oylaş gerek. Benim yana deydi kaldırım bu. Hem de inşallah yana bu yaşım bir kıralık, ahırlık tındık için bilginimce bu dava yolunda ölmek, yaşamak benim için katı şeref. Elhamdülillah Allah'a teşekkür. Yani ben vatandaki Xitayning bizga qilayotgan bu zulm, Uyg'urni ixtisossizlashtirish, Uyg'urni iqtidorsizlashtirish, ittifoqsizlashtirish, bilimsizlashtirish, tilsizlashtirish, yoziqsizlashtirish, dinsizlashtirish, e'tiqodsizlashtirish, vatansizlashtirish, umuman mevcutsizlashtirish, Uyg'urni bütün dunyodan izdiksiz yo'qotishdak, teklemekam kumluqqa kim bitishdak bir zo'r qaldıq siyosati Xitoy başladı bugün. Bununla eğer dünyada adli adaletini, hakkaniyetini yaqılayotman deb düşvarasa bo'lgan her bir kishi qat'iy qarab tursa bo'lmaydigan cho'ng bir tengsizlik, bir qabahat, bir jinoyat bu tuproqda sodir bo'lmoqda. Bunga biz inkas qaytib turishimiz kerak. Allah rahmet qilsin. Hazır bu Türkiye'de gapni bu cemaatga doğru gap qilsam, yani bir cemaat doğru yani biraz az söylemey bo'lmaydi. Hazır Türkiye'de Afganistan'da jihad qilayotgan 20 yil bo'ldi. Bu yerkeyin hazır 20 yil hazır Uyg'urning Afganistan ve Suriye'de 10 ming qo'shini va qural bor hazır. Quliq silah olgan, qural olgan 10 ming askar bor. 20 yilda ama Xitoy o'q atmoqlik. Der erkek Yapondagi adam bunun qaşını avar qiliqlik haqida qaymoq turib. Haq bu yerda kömgen kunni ko'raylik. Hazır bir yerde mesela bunda kızlarımız Xitoyning qo'liga tushib ketaylik. Her yili 3 milyon 500 ming Uyg'ur balasi Xitoy eksilgan bo'ldi hazır. 2015'ten burun Xitoy qizlari Uyg'urga yotliq bo'lsa, Uyg'urga o'ynaysa bo'ladi. Xitoyning qizlarini Uyg'ur o'g'illari Xitoy qizlari bilan to'y qilsa, Xitoy o'g'illari Uyg'ur qizlari to'y qilsa bo'ladi. 2015'ten burun hazır Uyg'ur qizlarini Xitoylarga yotliq bo'lishga bo'ladi. Xitoy qizlari Uyg'urga bo'lmaydi. Chiqariqliq. Hem yiliga 3 milyon sizdek mush balamdek yosh balani 25 yoshdan 20 yoshdan tuvan 15 yoshdan yuqori her yil 3 milyon 500 ming 3 milyon 500 ming balani chiriga ekitib o'zining ishsizlar Uşuk artık emgek küçüğü, iş yapamayan işlemciler, yani medika degandek namını apırıp, özden en şakik tüven, en zayıf, şu işleki adam koşkanı bakadığın tüven napik verdiğin iş katı işiltip, bizden asasen kızlarımızı Xitaylar bilen toylaştırıp, bundan bu zamanda sildek bendek Uygur percentlerinin neslini ağzından biz Uygur milletini to'g'ib nopusini ko'paytiradigan bu yo'lni etmek Xitoy taqamoqchi. Nima ish bor bu yerda? Hozir bu yerda hozir huquq talashib, nima degan gap bu Dünya Uygur Qurultayi, Dünya Uygur Azad Tashkiloti, Dünya Uygur uyushmasi, yana Surgun hukumati, yana Davlat Islom, yana Sharq Islom partiyasi, yana kichik jamoat, yana cho'ng jamoat, yana bu Sharq Islom ma'arif hamkorlik. Nima 9 ta ishlar bor ekan men sanasam. Men bildigan. Hemmasining aqsi nurg' adami bor ekan. Nurg' iqtisodli bor. Ama hozir Uyg'urning meselesi hech kim buni o'ylab, insof qilib, huquq bilan tanishib, mansab bilan tanishib, qo'mondonlik, liderlik bilan tanishib yurgan shu Iroqda mujohidlar shu. Hech kim bu millatning bugun ahvoliga ko'ngil bilmaydi.
Müzik